Bugungi mehmonimiz Bardak Chai asoschisi Shuhrat Ro'ziyev. Bakalavr darajangizni Angliyada tamomlagansiz va sizni ingliz tili o'qituvchisi ham deb taniymiz. Shunaqa kutmaganmiz bunaqa darajada kengayib ketishimizni. Qarindoshlarim kulishgan ustimda to'g'risi. Choy ochib olibdi, choy qaynatib berayotgan ekan hammaga. Ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, prosta nover bilan boshlangan. Hozir Bardak Choyda nechta xodim ishlaydi? Hozir 70 dan ortiq, kecha ikkinchi filialimizni ham ochishni qildik. O'sha 70 ga yaqin joyimiz bo'ladi. Buni shunda odam nisbatiga hisoblaydigan bo'lsangiz, 300 dan ortiq inson bittada keladi. 300 ta bittada va har doim biz borganimizda hammasi bizi bo'ladi. Endi qizig'ida shuncha mijozni qanday qilib jalb qilgansiz Bardak Choyga? Keling, aniqroq gaplashaylik. Biz har xil yo'lni qilib ko'rganmiz. Bizga ko'proq ishlagan shunchalik darajada qiziqib, barimizni ichiga bekinib, kirib tomosha qilishga harakat qilganlar juda ko'p bo'lgan. 70 dan ortiq xodim ishlaydi dedingiz-a? Qo'lingizda. U xodimlar xato qiladi, u xodimlar keladi, ketadi. Xodimlarni qanaqa boshqarasiz? Hozirgi paytda menda ishlayotgan narsa bu musofirchilikda nimalarni o'rgangansiz? Musofirchilik o'zi bo'pshim Angliya hayoti bu juda katta saboq. To'g'ri bir xil qora Angliya deb aytishdi misol uchun, lekin aslida Angliya qora emas. Eng yaxshi kommentariy egasiga maslahat olish uchun mehmonimiz bilan ko'rishish imkoniyati. Bardak Choy kelsa bo'ladi. Zo'r. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz yangi loyihamizga. Bu loyihani nomini ozgina tanishtirib o'taman. Bu loyihani nomini noldan boshlab deb qo'ydik. Noldan boshlab nomiga mos qoldi. Noldan boshlab va yaxshi natija qilgan tadbirkorlarni chaqirib, ular bilan suhbat qilish. Chunki katta tadbirkorlarni juda ham ko'p eshitganmiz. Ular ham noldan boshlagan, lekin bizni fokusimiz o'rta tadbirkorlar bo'lyapti. Katta tadbirkorlarning suhbatlarini, podkastlarini juda ko'p eshitganmiz, lekin ba'zida yosh tadbirkorlar uchun bu umumiy qandaydir motivatsiyaga aylanib qolyapti-da. Biz bu podkastda ko'proq amaliy, ya'ni real maslahatlar berishga harakat qilamiz. Tajribadan kelib chiqib. To'ppa-to'g'ri, tajribadan kelib chiqib. Shunaqa, xo'p, bugungi mehmonimiz Bardak Chai asoschisi Shuhrat Ro'ziyev. Bakalavr darajangizni Angliyada tamomlagansiz va sizni ingliz tili o'qituvchisi ham deb taniymiz. Shunaqa. Bu biz tanishtirganimiz, lekin siz o'zingizni qanaqa tanishtirgan bo'lardingiz? Xo'p, o'zi aslida o'zimni ko'proq kreativ odam deb tanishtirgan bo'lardim. Chunki baribir o'zi har bir kishi o'zini qandaydir plus minuslarni bilish kerak, chunki hammani har xil yaratilgan, hamma baribir. Men o'zimni shu ko'proq nima deydi, boshqaruvga va kreativ yondashuvga yaxshiroq moyilligim bor deb bilaman. Shuning uchun o'zimni kreativ odam deb bilaman. Shunaqa. Zo'r. Keling, bo'lmasam birinchi sizni faoliyatingiz haqida gaplashaylik. Ya'ni Bardak Chai haqida qisqacha gapirib bersangiz, keyin buni orqasidagi shaxs, ya'ni siz haqingizda chuqurroq bir to'xtalib o'tamiz. Juda ham ommalashgan trend sezdim. Turk madaniyatiga bo'lgan anaqa qiziqish juda ham ortib borgan. Shunaqa. Sizda ham biznesingiz nomi Bardak Chai. Nimaga aynan Bardak Chai? O'zi Bardak Chai nomi ozmuncha kulgili eshitilinadi. Ayniqsa o'zi boshida kulgili eshitilingan. Chunki bardak so'zi bu ko'p o'zi o'zbeklar orasida bu noto'g'ri tushunilgan. Ya'ni o'zi bardak deganda rus tilidan olib kelib, shunda bardak bu nima deydi, betartib joyi degandek qilib tushunishganda, betartib joy degandek odamlar qabul qilgan boshida. Bu narsa ham plusga o'ynagan, ham minusga o'ynagan. Endi bu narsani hype bo'lgani uchun, ya'ni betartib joy degandek odamlarni esida qolishi oson bo'lgan, jalb qilish ham oson bo'lgan. Bu marketingdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak. Xo'p, endi Bardak Choy bu hozirgi paytda endi Turk choyi degan nom o'rniga Bardak Choy deb ishlatishyapti. Shu Turk choyini biz ko'proq qilganimiz uchun, o'zi asosiy urg'umiz shu odamlar kelib, yengil choy ichib, do'stlar, oila davrasida bemalol maza qilib, har xil tovushsiz, muzikasiz, yoki baqir-chaqirsiz madaniy holda qolib suhbat zo'rini qilib ketadigan joy bo'lganda, o'sha sabab Bardak Choy bo'lgan shunaqa. Keling,
bu narsa umumiy bir qanaqadir suhbat bo'lmasin. Mhm. Ya'ni konkretni detallarga kiraylik. Maslahatlarni konkretni beraylik. O'zimizni tilda aytyapman. Bu bardakcha o'zi qanaqa boshlangan? Misol uchun, agar iloji bo'lsa, necha pul ketgan, nimadan boshlangan? Bu yerda detallar haqida gapirsak, menimcha ko'pchiligiga manfaatli bo'lgan bo'lardi. Xo'p, o'zi aslida men unaqa juda katta tadbirkor emasman. O'zingiz aytganingizdek, o'zi bu loyihani to'g'ri birga boshlashimizda o'zi maqsad o'sha startap leveldan salgina teparog'iga chiqib, ma'lum bir narsalarni tushunib yetib yoki bir tajriba qilgan insonlarni chaqirib suhbat qilishida. Mana shu joyda ming bor uzr, boya aytish esimdan chiqibdi. Aziz do'stlar, bu loyihani biz Shuhrat aka bilan birga boshlaganmiz, lekin birinchi sonida Shuhrat aka bizda как mehmon sifatida tashrif buyurdilar, chunki o'zlarini ham anaqalari bor, tadbirkorlik faoliyatlari bor. Juda ham ko'p narsa o'rgansak bo'ladi. Mana shu narsani aytish esimdan chiqibdi. Iltimos davom eting. O'sha endi aytmoqchi bo'lganim, unaqa katta tadbirkor emasmiz, lekin shu o'zimiz bor bo'lgan tushungan tajribalar asosida gaplashamiz, suhbat quramiz. Xudo xohlasa suhbatimiz menimcha qiziq bo'ladi. Xo'p, endi qolgan noto'g'ri fikrlagan joylarimiz bo'ladigan bo'lsa, ustozlarimiz ko'p. Ustozlarimiz o'zlari to'g'rilab qo'yishadi va kommentda ham menimcha aytib o'tishsa agar qiziqarli bo'ladi. Xo'p, endi o'zi в общем savolingizga qaytaman. Bardak choy qanaqa ochilgan? Bardak choy endi o'zi servis yo'nalishiga o'zi kirish niyatimiz bo'lmagan. Bu narsa hammasi Londonga taqaladi. Nima deydi? Londonga borib o'qiganimizda o'sha paytda o'zimiz eplaymiz deb, to'g'ri kontraktlargacha o'zimiz eplaymiz deb sponsorlik joy yo'q bo'lgani uchun harakat qilganmiz. O'shanda ofitsiantlikdan boshlangan. Ofitsiantlikda turk restoran va kafelarida ko'p ishlaganmiz. O'sha turk restoran, kafelarida ishlaganimiz o'sha turk qisman traditsiyalariga, madaniyatiga bo'lgan muhabbat qisman kuchaygan va bunga ko'proq turtki, menimcha turk seriallari ham bo'lgan. Hozirgi paytda bilasizlar juda ommalashib ketgan. Turk seriallarini ko'p ko'rasizmi? To'g'risi ko'p ko'rmayman. Aynan ma'lum birlari bor. Uni aytib o'tishni ham xohlamayman, chunki odamlar u narsaga nisbatan vaqtini ketkazishi juda noto'g'ri deb bilaman. Albatta, har bir odam o'zi dam olish uchun ham, misol uchun, ma'lum bir soat, minut ko'rsa bo'ladi. Misol, lekin uni balansini bilish kerak hamma. Shu sabab aytib o'tmaganim yaxshi. Yaxshi. Endi shu Londondan boshlanib, keyin Londondan qaytib kelganimizdan keyin O'zbekistonga adaptatsiya qilish uchun boshidanoq ustozlik qilishni boshladik, ingliz tilini dars berdik. Boshida 2 ta dona student. Undan keyin 50-60, menimcha undan ham ko'tarilgan joylari bo'lgan. 100 atrofi. IELTS studentlarimiz ham bo'lgan, General Englishdan ham. Lekin baribir o'zimni ustoz deb ko'rmaganman kelajakda. O'sha sabab boshqa alternativ variantlarni har safar o'ylab borar edim. Lekin ustozlik bu juda katta tajriba, juda ham ko'p skilllarni odam o'stirsa bo'ladi o'zida. Juda ham mamnunman hayotimda. Ma'lum bir yil bo'lsa ham ustozlik qilganimdan juda ham menga ko'p joy bergan, ya'ni maza qilganman. Maza qilgansiz. Shunaqa. Shu sabab kichkinagina ikkita budkadan boshlaganmiz. Food truckdan to'g'rirog'i. Kutmaganmiz bunaqa darajada kengayib ketishimizni. O'zi ko'p tadbirkorlardan o'zi podkastlarini ko'rib yo o'zlaridan so'rasangiz, hammasi bo'lib ketib qolgan. Omadim qandaydir boshlanib qolgan. Shunaqa. O'sha bir house deb aytasizmi? Deb aytasiz. Xullas, boshlanib ketib qolgan kichkina investitsiya bilan ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, prosta $3000 bilan boshlangan. Buni ham o'sha Londonda ozgincha yig'ib olib kelgan pulimiz bilan shu bu yoqda o'qituvchilik bilan faqat o'zimiz ta'minlab turganmiz. Shu bilan keyin kengayib ketib qoldi. Bu nasiba ekan ko'proq. Omad deb bilmayman. Omad degan so'zni ko'proq ishlatishni ham xohlamayman, to'g'risi. Men ko'proq shu nasiba degan narsaga istek qilaman, ya'ni ishonaman. Tushunarli. Hozir bardak choyda nechta xodim ishlaydi? Hozir 70 dan ortiq bo'lib qoldi.
yaqinda siz bilan gaplashganimiz 50 dan oshig'ida, 70 dan ortiq. Sababi kengayib boryapmiz. Mana kecha ikkinchi filialimiz ham ochilishini qildik. O'zi ikkita filialimiz bor edi. To'g'ri, uchinchi filial ochilishini qildik. Hozir yana ikkita filial ochyapmiz. Xudo xolasa, shu borgan sari xodim keng ko'payib ketyapti. Shu Zo'r. Qarang, men borgan paytlarim joy topolmay qolamizda ba'zida. Odam juda ham ko'p bo'ladi. O'zi nechta mijoz sig'dira olasizlar? Xo'p, endi filiallarga chiqib gaplashsak bo'ladi uni. Misol, eng kattasida mana Uchtepa hokimiyatda. Shunaqa. Shu yerga ko'p boramizda. Shunaqa. U yerda joylashgan filialimizda o'zi 70-60 to'g'ri 59 ta kapsula va 10 ta tapcham bo'lardi. Shunga o'xshaydi, shu 70 ga yaqin joyimiz bo'ladi. Buni shunda odam nisbatiga hisoblaydigan bo'lsangiz, 300 dan ortiq inson bittada keladi. 300 ta bittada, ya'ni bitta aylanishi. O'zi kafe, restoran sistemasida ko'proq tadbirkorlar, ya'ni ownerlar qancha ko'p odam sig'dira olsa va qancha ko'p odam aylansa, shuncha ko'p daromad qilishadi. Va har doim biz borganimizda hammasi bizi bo'ladi. Ya'ni bizi degani o'zbekchasiga band bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bu endi qiziqda, shuncha mijozni qanday qilib jalb qilgansiz Bardak choyga? Xo'p, bu menimcha ko'proq marketingga taqaladi. O'zi Londonda o'qiganmiz deb aytdik, u yerda marketing yo'nalishida o'qiganmiz. Imkon qadar bor narsani olishga, o'rgatilgan narsani o'qishga harakat qildik. Va o'shani qisman bir yordami va ozmuncha tajriba ham Londonda o'zida bir ikkita organizatsiyalar o'zimiz ochganmiz. O'shani menimcha 4x ko'proq bo'ldi. Shu va undan keyin baribir shu shijoat, harakat, nima qilsa nima bo'ladi degan savollar bo'ldi va o'shanga javoblar menimcha ishladi. Keling, aniqroq gaplashaylik. Ya'ni umumiy gaplashmasdan, misol uchun, kimnidir restorani bordir, kimnidir kafesi bordir. Imенно qaysi marketing kanallarini ishlatib siz mijozlarni jalb qilgansiz? Chunki bu juda ham ko'p tadbirkorlarni qiziqtiradigan savol, menimcha, mijoz jalb qilish. O'zi mijoz jalb qilish uchun o'zi boshqa narsalar ham, boshqa faktorlar ham bor. O'zi yaqinda shu narsani ko'p suhbat qilayotgandik, do'stlar, boshqa yaqinlar bilan. O'zi kafe, ya'ni deylik 2-3 ta kafe bor. Ya'ni nega aynan o'sha birinchisiga kelish kerak degan savol. Misol uchun. Bu narsalarga lokatsiya ishlaydi, ya'ni fakturasi, bu narsaga atmosfera ishlaydi. Xo'p, undan keyin baribir odamlar kafe, restoranlarga nima uchun boradi desangiz, baribir uni o'tga borishdan maqsad taomlanish. Taomlanish. O'sha taomlanish bo'lgani uchun baribir, ya'ni tayyorlanadigan ovqatlar va misol ichimliklar hammasi imkon qadar yaxshi darajada bo'lishi kerak. Uni chiqazib berish, ya'ni uni podachada berishadi va ta'm jihatdan shunaqa. Bular hammasi ma'lum bir darajada bo'lgandan keyin marketing ishlasa, bu zo'r kombinatsiya bo'ladi. Zo'r kombinatsiya. Ya'ni marketing deganda promotion ishlasa. Promotionni asosan qayerda qilgansizlar? Xo'p, endi promotionnichi biz har xil yo'lni qilib ko'rganmiz. Bu tajriba jihatda tajriba qilamiz va ko'ramiz, o'rganamiz degan maqsadda. Xo'p, bizga ko'proq ishlagan Instagramdan asosiy mijozga yetadigan bo'lsak, aniqni aytadigan bo'lsak, Instagram. Xo'p, endi Instagram nimaga ishladi? Yana o'sha punktga qaytamiz. Chunki bizda atmosfera chiroyli bo'lgani uchun, tayyorlanadigan taomlar ma'lum bir darajada yaxshi bo'lgani uchun va o'sha tayyorlanadigan ichimliklar, ayniqsa turk choyi. Turk choyi misol hozirgi paytda Toshkentda juda ko'p tadbirkorlar, ya'ni joyda restoranlar qilishyapti, lekin aynan Xudoga shukr, biznikini ko'proq qadrlashadi. Shuning uchun ham kelishadi va shunchalik darajada odamlar qiziqadiki, qanaqa turdagi choy ishlatishimiz va qanaqa tayyorlashimizga shunchalik darajada qiziqib, barimizni ichiga bekinib, kirib, tomosha qilishga harakat qilganlar juda ko'p bo'lgan. Qo'y. Shunaqa situatsiyada nima qilgansizlar? Endi bu narsa biza buni ustida men o'zim ishonchim nimaki, buni ustida biza tajriba qilganmiz, eksperiment qilganmiz. O'z vaqtida o'xshata olmaganmiz choyga. Masalan, choydan chiqib o'tamiz. Ko'p kritika eshitganmiz. Bu kritika o'sha payt bizni o'sishimiz uchun katta foyda va biz uchun tajriba deb bilganimiz uchun hozirgi paytdagi bu tajribamiz menimcha qanaqadir bir qadrlanishi kerak deb o'ylayman.
va ayniqsa rozi rizolikchilik bilan olish kerak deb o'ylayman. O'sha sabab bu noto'g'ri yo'l baribir. Shunaqa. Tushundim. Shunda o'zi marketing deganda bizni faoliyatimiz marketing bo'lgani uchun biz marketing haqida sal chuqurroq gapirib olsak, anaqa aybga buyurmanglar. Yo'q, Marketing deganda marketingni fundamenti bor. Ya'ni bu 4P deyiladi. Ya'ni product, price, place and promotion deyiladi. Hozir tushunishim bo'yicha sizda birinchi 3ta P zo'r qilingan. Ya'ni mahsulotingiz zo'r bo'lgan, sizni narxingiz yaxshi bo'lgan va joyingiz zo'r bo'lgan. O'shani hisobiga siz bitta promotion qilgansiz, odamlarni jalb qilgansiz. To'g'rimi? Yana bitta hozir narx jihatdan gapirib o'tdingiz. O'zi narx jihatdan qaraydigan bo'lsak, ko'p o'zimizda tanishlar, begonalar kelib, bu narxni ko'rib juda xursand bo'lishadi va hayron qolishadi. Ya'ni bu narx bilan qanaqa ishlayapsan degan narsa bo'ladi. Yo sen misol uchun arendang yo'qmi yoki sen misol tekinga olasanmi produktlarni degan savollar kelib chiqadi. Yo aslida unaqa emas. Bu arzon va sifatli narsa chiqarib berish maqsadi, bu orqasida maqsad to'g'ri. Bu odamlarning rizoligi. Biz ishonamizki, komandamiz bilan ishonamizki, odamlarning rizoligi bo'lgan holatda, ya'ni baraka bo'ladi va o'sish kattaroq bo'ladi deb o'ylayman. Biz ko'proq odamlar soniga ishlaymiz. Shunaqa, ya'ni ob'yomga ishlaganimiz bizga ma'qulroq. Shunaqa. Tushunarli. Boya aytib o'tdingiz, mijozlarni ming reklama qilmang, ming zo'r marketing qilmang, reklamaga katta pul tiqmang, bir marta jalb qila olasiz. Agar produktingiz yaxshi bo'lmasa, u odam qaytib kelmaydi. Ya'ni sizlar misol uchun sizlarga kelgan mijozni qanaqa qilib mamnun qilasizlar, qanaqa qilib ushlab qolasizlar, qanaqa qilib sizga qaytib kelishini ta'minlaysiz. Boshida endi London o'z option servisga kirishimiz Londonga taqalganini aytdik. Lekin Toshkentda bu tadbirkorchilikni boshlaganimizdan keyin shuni aytdikki, O'zbekiston aholisini misol uchun o'zining kulturasi bor. Bu UK ga taqalmaydi. Chunki biz Britaniyaga ketishdan oldin ofitsiant qilmaganmiz, to'g'risi. Lekin hozir O'zbekistonga kelib bu tadbirkorchilikni boshlaganimdan keyin O'zbekiston aholisi ma'lum bir narsalarga boshqacharoq qarashligini tushunib yetdik, misol uchun. Va tabiiyki, bu aslida boshida tabiiyligini ham dars bilmaganmiz. Bir kunda deylik, misol bitta, ikkita, 5tagacha baribir nima deydi, mehmon norozi bo'lib ketishi ehtimoli juda katta bo'lar ekan. 100% satisfaction bo'lishi qiyin. Yo'q, baribir odamni 100% rozi bo'lmas ekan. O'sha sabab, lekin baribir o'sha norozi bo'layotgan ma'lum bir nima deydi, mehmonni imkon qadar o'sha vaziyatdan kelib chiqib, o'zimiz so'rab, agarda xatomiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha bonuslar berib, misol uchun rozi qilishga harakat qilamiz. Qanaqa bonuslar? Deylik, misol uchun ma'lum bir shirinlikni misol uchun. U har doim beriladimi yoki qanaqadir deylik xato qilib qo'yilganda beriladimi? Yo, o'sha, ya'ni norozichilik bu xatoni orqasidan kelib chiqadi ko'pincha. Agarda bizdan xato o'tgan bo'lsa agar, chunki tabiiyki hamma, ya'ni insoniyat borki, xato qiladi. Misol uchun, bizda misol deylik hokimiyat filialdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, 10-15 ta ofitsiant bor. 10-15 tasidan baribir misol har bittasi 10-15 tagacha misol uchun stol qarasa, bittasiga bo'lsa ham xato qiladi. O'zi bilmagan holatda. Atiyatdan emas, o'zi bilmagan holatda. Vaziyat shunga taqalib qoladi. Vaziyat unga taqalgandan keyin uni misol uchun u xodimga borib nimaga xato qilding desa agar, misol bilmay qoldim uzr deydi. Uni holatida uni so'kib yo qo'pol qilib aytganda yo unga tanbeh berishdan foyda yo'q-da, chunki o'zimiz ham agar ofitsiantlik qilganimizda baribir bir kunda bir marta bo'lsa ham xato qilgan bo'lardik. Unda nima qilish kerak? O'sha holatda bu har doim ham nimalarga taqaladi? Mehmonga taqaladi. Ma'lum bir mehmon to'g'ri tushunadi. Unga bonus ham berish shart emas. Yoki misol uchun shunaqa holatlar bo'ladi, biz pul olmaymiz ulardan. Chunki bir ikkita stollarda даже har tomonlama har bir ishlagan xodim stol bilan har bittasi bittadan xato qilib chiqqan holatlar ham bo'lgan. Hamma xato aynan o'sha ma'lum bir mehmonga borgan. O'sha holatda biz to'g'risi duo qilib qo'yasizlar deb aytamiz. Rozilik, rizolikda misol uchun jo'natib olishga harakat qilamiz.
mana ataylabdan shunaqa complain qiladigan, ya'ni жалоба qiladigan momentlar bo'lganmi, чтобы tekinga narsa olish uchun? Счетni to'lamaslik uchun. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Aha. Londonda ham даже bo'lardi bunaqa Aha. narsa. O'zbekistonda ham bor ekan. Lekin ataylabdan bo'lmagan holatda biz bir ikkita holatlar bo'lgan. Yo'q, rahmat, shotinglarni to'lashinglar shart emas deb aytganmiz, qo'pol aytganda. Va o'sha holatda yo'q, yeb ichganimga pul to'layman degan gaplar ham o'zbeklar orasida juda ko'p. Zo'r. Lekin Londonda bu narsa yo'q, misol uchun. Endi Londonda har xil millatlar bor, Shunaqa. har xil odam bor. Shunaqa bu narsa qisman bizga yordam beradi, qisman yordam bermaydi. Lekin u vaziyatdan kelib chiqib, biza hissiyot jihatdan gapiradigan bo'lsak, o'sha paytda o'sha mehmon mayli rahmat deb ketgani biz uchun yengilroq. Yengil. Shunisi yengil. Chunki haligi ichki hissiyotlar bemalol taskin topasizda, shu holat bo'lganda ham ancha yaxshi bizga. Endi qarang, 70 dan ortiq xodim ishlaydi dedingiz, qo'lingizda. U xodimlar xato qiladi, u xodimlar keladi, ketadi. U xodimlarni qanaqa boshqarasiz? 70 ta odamni boshqarish bu men to'g'risi hozir 10 ta xodim o'zi bilan ham qiynalyapman-da. 70 ta xodimni qanaqa boshqarasiz? Xo'p, bu narsa o'zi o'qiganmiz, misol boshqaruv management, ya'ni hammasini sistemalashtirish, masalan, o'qib hammasini nima qilganmiz, lekin tabiiy holatda uni o'sha olgan teoriyamizni praktikaga nima qilish, bu boshqa ya'ni daraja ekan deb o'ylayman. Men ko'proq tabiiy holatda, ya'ni o'sha holatda o'zida nima qilsak nima bo'ladi degan holatda men ko'proq o'sha tabiiy holatdan kelib chiqib qarorlar qilamiz. Misol uchun deylik, albatta tajriba ham misol o'rni bor, o'z o'rni bor tajribani. Misol uchun 10 ta ofitsiant va 15 ta runner, ya'ni rainer bo'ladigan bo'lsa, ularni boshqaradigan staj ofitsiant bo'ladi. Bo'lib tashlagansizda shunaqa, ya'ni zanjir bo'lib ketgan desa ham bo'ladi. Kimdir ustida kimdir turadi, kimdir ustida kimdir turadi. Lekin har safar xodimlarga aytib boramiz, agar kimdir ustida bo'lsa, bu degani kimdirdan ustun degani emas. Bu faqat mas'uliyat jihatdan. Misol uchun, men o'zim, ya'ni founder yo owner bo'lib turib, ulardan, ya'ni o'sha insonlardan o'zim ustunni bilmayman. Prosta meni mas'uliyatim bor, o'zim vazifalarim bor, men uni bajaraman, ularni xuddi shunaqa. Shu. Xodim boshqarish uchun 3 ta maslahat bering. Konkretno ishlaydigan. Xo'p, xodim boshqarish uchun 3 ta maslahat endi menda hozirgi paytda ishlayotgan, lekin kelajakda bilmadim. Ustozlar bilishadi ko'proq. Lekin hozirgi paytda menda ishlayotgan narsa bu muomala birinchi o'rinda. Chunki hozirgi yoshlar ko'pi muomalani xohlashadi, lekin otalarimiz, misol bobolardan so'rab nima qilsangiz, ular ko'proq jistokiyroq bo'lgan, ular qattiq muomaladan ko'tarishgan, lekin hozirgi paytda yoshlar ko'tarmaydi bu narsani. Qanaqa gapirish kerak? Shunday yumshoq gapirish kerak. Yumshoq. Endi yumshoq gapirishda ham men o'zimni strategiyam bor, desamda. Bo'lishing strategiyangiz ichida misol uchun chiroyli tushuntiriladi. Hop, ikkinchisida yana chiroyli tushuntirib, esingdami aytganidan bo'ladi. Uchinchisida misol uchun nimaga qilmayapsan bo'ladi. Lekin o'sha 4-inchisiga kelganda salgina qo'pollash bo'lsa agar, u xodim ham ko'tarar ekan. Chunki u biladiki, unga 3 martalab nima deydi, ogohlantirish berilgani, tushuntirilgani va o'sha qo'pol gapirilayotgan paytda o'zi qo'pol gapirish kerak emas. Qo'pol gapirish kerak emas, lekin shunaqa holatlar bo'ladi, sal baribir strogiyroq bo'lib turishingiz kerak bo'lar ekan. O'sha paytda esingdami aytganidan qo'y, majbur qilmasangchi, misol uchun. O'rtamizdagi muomala, ya'ni o'sha inglizlar relationship bridge deydi, ya'ni o'sha ko'prik buzilmasligiga misol san ham o'zingni hissingni qo'sh, ya'ni e'tibor bersangchi bunga bo'ladi, misol uchun. Keyin oxirida o'sha 5-inchida bo'lmasa agar, misol 5-qadam yana undanda qattiqroq yoki misol uchun xayrlashishga taqalishi mumkin. Shunaqa. Tushunarli. Bu birinchi maslahat, muomala. Ikkinchisi? Xo'p, muomaladan keyin albatta maosh. Maosh bu juda katta rol o'ynaydi. Lekin misol ma'lum bir turdagi bizda xodimlar bor, boshidan ko'tarilgan. Ya'ni o'sha runner bo'lib, hozir misol uchun managementga kelishgan, ukamiz bor, hozir buxgalter
bo'lib ishlayapti. Yo'q, runner bo'lib boshlagan, hozir Shunaqa, buxgalter. shunaqa birinchilardan biri xodimlar orasida. U o'qiganmi shunda yo o'qimagan? Yo, buxgalter o'zi yo'nalishi buxgalter kursida emas edi. U bola o'zi boshlanishi ham juda qiziq bo'lgan. O'zi ham ko'rib xursand bo'lsa kerak deb o'ylayman bu narsalarni aytib o'tishimizdan. Boshlanish to'g'rirog'i juda ajoyib bo'lganligi, hisob kitobni bilasanmi degan savol bilan boshlangan. Ya'ni matematikaga qanaqasan degan boshlangan. Matematikaga yaxshi bo'lgan bola. O'shandan keyin ichki hisob kitob va tashqi buxgalteriyani hozir shu mas'uliyatini berganmiz ukamizga. Shunda naloglarni ham hammasini qiladi. Hammasi. Endi u o'z-o'zidan bo'lib ketib qolmadi. Matematikani bilishi bilan kurs o'qidi. Unga ham endi qisman yordam berdik. Baribir o'qitgansiz. Shunaqa. Zo'r. U bolani ham o'zining harakati bor albatta. Ya'ni ikkita tomonlama harakat bo'lsa agar bo'sish bo'ladi albatta. Ya'ni bundan kelib chiqib nima desangiz bo'ladi? Jamoa ba'zi muhim. Jamoa ba'zi muhim. Jamoaviy harakat muhim to'g'ri. Shu bo'yicha bitta savolim bor. Hozir 3-maslahatni berganingizdan keyin o'sha savolni bermoqchiman. 3-si? Hozir ikkinchisini yaxshi nima qilaman? Ya'ni o'sha maosh. Bir ikkita holatlarda bu maosh ham ishlamaydi. Ya'ni holatlarga bog'liqda. Ya'ni umumiy gapirmoqchi emasman. O'shani aytmoqchimanki, misol bir xillarga ishlaydi, bir xillarga ishlamaydi. Misol bu ustoz shogird an'anasi ham bor ishxonamizda. O'sha ya'ni runner bo'lib buxgalteriyagacha chiqqan misol ukamizga o'ta darajada katta pul to'lamaymiz, chunki u bola har yana o'sishi kerak. Biz unga kattaroq narsa beramiz, ya'ni unga tajriba beramiz. Tajriba qilish uchun misol uchun shans beramiz va menimcha puldan-da u qadrliroq deb bilamiz, to'g'risi. Shunda qanaqa bo'ladi bu proses? Misol uchun biz bilan ishlab tur, mana bu 1 yildan keyin men bu darajaga chiqasan, 2 yildan keyin mana bunaqa darajada bo'lasan deb qanaqadir va'dalar berasizmi shunda? Yo'q, va'da hech qachon bermaganman. Hozir bunga o'xshagan bolalar ko'pmanda. O'sayotgan, misol uchun potensiali bor bolalar. Xo'p, endi bu yerda va'da bo'lmaydi, chunki va'dada misol bo'lsa agar bu amalga oshirilishi kerak bo'lgan narsa. Va'da berilib qilinishi kerak. Misol, lekin kelajakka hech qachon va'da berib bo'lmaydi. Chunki pasu baland bo'ladi. Liboy misol uchun, ya'ni kompaniyalar bor, ularni baribir pastga tushgan va ko'tarilgan holatlari bo'lgan. Ya'ni diagramma bor. O'sha karyerni rostini qanaqa ko'rsatib berasiz? Karyerni rostini faqat tajriba jihatdan, lekin hech qanaqa hech nima katta oylik yoki katta misol uchun o'sish hech qachon va'da bermaganman, lekin misol trik bo'lgan holatda harakat qilib turgan holatimizda misol uchun qanaqadir agar shans bo'ladigan bo'lsa, buni taklif qilishimizni misol uchun va'dasini berganman. Agar imkoniyat bo'lsa shu narsaga taklif berilishi misol imkoniyat. Lekin shu qatori ularga aytib o'tilganki, agarda tushish bo'ladigan bo'lsa agar, deylik misol uchun 5 million olyapti misol uchun. Bu narsa 3 millionga ham tushishi mumkin. Biz tajriba beryapmizmi? Shu qatori ular biz bilan jamoa bo'lib ishlayaptimi? Bizga ishonyaptimi? Ustoz qatorida bilyaptimi? O'sha ustoz shogird an'anasini aytdim-ku. Ustoz deb ko'ryaptimi? Shunisiga ham tayyor bo'lish kerak. O'sha narsani aytasizlar. Shunaqa aytiladi. Buni aytish qanchalik to'g'ri? Ya'ni aytish kerakmi? Aytishni maslahat berasizmi? Endi o'zi aslida bu ko'proq loyalty, ya'ni nima deydi o'zbek tilida? Sodiqlikni olib keladi bu narsa. Kelajakda nima kutish mumkinligini olib keladi. Chunki u insonlar, ya'ni shogird qatori bolalar hammasi misol uchun kelajakda ko'p o'samiz, ko'p miqdorda pul topamiz deyish mumkin-da, misol manfaat jihatdan, qo'pol qilib aytganda. Lekin ularda kelajakda har xil holatlar bo'lishini bilish kerak. Va o'sha holatda ham misol uchun yaxshi paytda biz bilan bir jamoamiz birga o'sishimiz kerak, birga harakatlanishimiz kerak degan tushuncha bilan yaxshi holatda yuribdimi, yomon kunda ham birga bo'lish kerak degan narsani oldinga suramiz. Tushunarli. Bu sizlarni value deydi. Shunaqa value. Kompaniyani anaqasi. Shunaqa. O'zbekchasiga nima bo'ladi? Men bor zo'r, aziz tomoshabinlar, o'rtada ko'p turishcha, inglizcha so'zlar tiqib qo'ysak, uzr so'raymiz. Ustoz shogird dedingiz-da. Shunda misol uchun ishga olayotganda sen menga shogird bo'lasan deb olasizmi? Qanaqa bo'ladi bu proses? Yo'q, o'zi aslida menimcha har bir odam qaysidir odamni ustoz deb biladigan bo'lsa, uni kuzatadi, harakatlarini ko'radi. Misol uchun
kim o'zi, qayerdan keldi, nima haqida o'ylayapti degan narsalar bo'lsa, misol kuzatadi baribir har bitta odam. Misol endi ular misol uchun endi biz unchalik darajada balkim ustoz qatori inson emasdirmiz. O'zimiz ustozga ehtiyojimiz bo'lgan odammiz, lekin tushunganimiz, ulashganimiz uchun, bilgan narsamizni har safar aytganimiz uchun ular endi qisman ustoz qatori ko'rishadi. Shunaqa. Bu narsaga xursandmiz, lekin o'zimizni shaxsiy hayotimizga ta'sir qilmaydi bu narsa. Shu. Xo'p. Shunda birinchi maslahat bu muomala bo'ldi. Ikkinchisi bu maosh va uchinchisi Xo'p, endi uchinchisi menimcha o'sish bo'lsa kerak. o'sish. O'sish nuqtasini ko'rsatib berish kerakmi shunda? O'sish nuqtasini boya aytganimdek hech qachon ko'rsatib bera olmaysiz. Chunki kelajakda baribir nima bo'lishini bilmaysiz. No, agar shunaqa misol uchun o'ssak, sanga ham qanaqadir foyda bo'ladi deb baribir aytasiz. Ambitsiya, ya'ni ambitsiya beramiz shunaqa. Ambitsiya bo'lmagan holatda yaxshi xodim turishi qiyin. Ambitsiya yo'q joyda. Shu joyda sizlarda tekuchka kattami? Tekuchka ofitsiantlar orasida har safar katta bo'lgan, bu har bir kafe, restoran egalarini ma'lum bir darajada balkim katta, balkim kichkina muammosidir. Menejerlar ko'p bu haqida misol uchun e'tirozlarni bildirishadi, ya'ni ofitsiant restorandagi. Mana yaqinda biz Severniy vokzalida hozir yangi filialimizni ochamiz oldida. Menejer qidirayotganimda bir potensialniy odam kelgandi intervyuga. Shu masalasi bo'yicha, shu masalada juda ko'p debat boshlanib ketib qoldi. Siz bilan ishga olayotgan xodimingiz o'rtasida. Ularning fikri shu ediki, student odamni ofitsiant qilib olib bo'lmaydi hech qachon. Chunki student любой payt tashlab ketadi. deb aytishdi. Bu qisman to'g'ri, qisman noto'g'ri. No, asosan studentlar ishlaydi-ku ofitsiant. Shunaqa, ofitsiant asosan studentlar bo'lib ishlaydi, lekin ma'lum bir kafe, restoranlar aynan studentni olmayman desa, chunki vaqti keladiki, o'qishiga e'tibor berish kerak bo'lib qoladi. O'qishida tushish bo'ladi, ko'tarilish bo'ladi. Shu sabab nestabil holatda ishlashiga olib keladi bu narsa. Lekin boshqa student emas bo'lgan xodimlarchi deydigan bo'lsa, yo'q, ular yaxshi. Unaqa emas. O'zi aslida ofitsiant xullas randerlar kafe, restoranlarda baribir almashaveradi. Chunki mana gruppalar bor, ma'lum bir gruppalar bor xodim qidirish uchun. U gruppalarga kiradigan bo'lsangiz, har kuni kafe, restoranlar xodim qidiradi. Misol, O'zbekistonda nima deydi? Ish kam deb aytishardi yoshlik paytimizda. Agar gruppaga kirsangiz, shunchalik ish ko'pmi deysiz? Shunchalik ish ko'pki, variantlar shunchalik ko'pki, misol bir kun bu yoqda ishlab, ikkinchi kuni oldimizdagi kafeda ishlab yurgan bo'lsa agar, men ajablanmayman to'g'risi. Misol uchun, ya'ni bundan kelib chiqib, bir ikkita qo'pol so'zlarni ishlatishadi o'zi ofitsiantga nisbatan, handlerga nisbatan, ya'ni ularda variant ko'p, ular xohlagan ishini qiladi. Endi qarang, keldi-ketdi ko'p. Ishchilarni, xodimlarni ushlab qolish uchun nimalar qilyapsiz hozir? Xodimlarni ushlab qolish to'g'risi ofitsiant restoranlarda ofitsiant bilan rander masalasi qiyin. Xo'p, biz endi ko'proq kontrakt asosida ishlashga harakat qilamiz. Ma'lum bir oy davomida ishlab berish kerak bo'ladi. Oldindan ogohlantiramiz. Pismenli kontrakt beramiz va rozi rizochilik bilan misol 3 kun ishlab ko'rishgandan keyingina olamiz misol. Hozir shu narsani yo'lga qo'ymoqchi bo'lib turibmiz, lekin ungacha nima qilganmiz deydigan bo'lsangiz, ungacha faqat shu depozit summa olinadi. Ya'ni ma'lum bir kun ishlab berishadi. UK sistema. Shunaqa. UK sistema. Bizda turadi. U nimaga olamiz? Chunki o'sha ofitsiantga ishonmaslikdan. Misol, любой payt chiqib ketib qolishadi ishdan. Chunki biz kunlik to'laymiz-da. Kunlik to'laymiz. O'sha chiqib ketish bir hafta oldin aytib qo'ysa, biz o'sha pulni beramiz va rozi rizochilik bilan hamma xursand, ikkita taraf xursand. Misol boshqa ishga o'tib ketishlari mumkin deb ogohlantiradi. Bir haftalik oyligini shunda bermaysiz, chiqib ketayotganda berasiz. Shunaqa. Qizig'i shunaqa holatlar bo'ldi. Bir haftalik oyligiga ham qaramasdan ko'zini yumib chiqib ketganlar bo'ldi. Bu degani bizning ishxona o'ta darajada yomon ishxona degani emas. Bu narsani sensini berish kerak emas. Hammasi yaxshi, lekin shunaqa holatlar ham bo'ldi. Bunaqa sistemani O'zbekistonda qilishmaydi-a ko'pchilik? Qilishadi, ko'p odamlar depozit olib qoladi. Yoki misol uchun bir hafta ishlagan pulini 9-kun berishadi.
Ha. 2 kun har safar avtomatik depozitga tushib qolaveradi. Ha, tushunarli. Endi boya bir necha marotaba aytib o'tdingiz yangi filiallar haqida. Bilamiz, kecha yangi filialingizni ochdingiz Sergelida Shunaqa. va yana bir nechta filiallar parallelni bir nechta filiallarni ochyapsiz. Shular haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, yaqinda, ya'ni to'g'ri kecha Sergeli filialimizni o'sha Uski, ya'ni juda ham yaqin bo'lgan insonlarni chaqirgan holatda ishlab ko'rdik birinchi marta. Konsepsiya o'ta darajada hokimiyatga o'xshagan katta emas o'z aslida. Sherikchilikda bo'ldi, birinchi sherikchiligim. Xudo xohlasa, bugundan уже mehmonlar uchun ochishni boshladik. Qolgan ikkita filialimiz esa ishlayapmiz. Ularni qayerda ochyapsiz? Bittasi o'sha Severniy vokzal tarafda. U ishlayapti. Endi ochiladi. Hozir перестановка bo'lyapti, ya'ni tayyorgarlik ochishga. Nimada istirohatda, Uchtepa tumanida istirohat Gulzor oldida o'sha yerda ham ochamiz hozir. Yangi joy. Uchtepa tumanida, значит, ikkita bo'ladi. Ikkita bo'ladi. Oldin Oqtepada ham bo'lgan, hozir vaqtinchalik ishlamayapti. Chunki remontga tushgan ishlayotgan joyimiz. Xudo xolasa juda ham yaqin orada ochamiz, lekin qizig'i, mana oradan 1 yildan oshdi. Haligacha ham Instagramdan yozishadi. Qachon ochasizlar? Endi qarang, bittada hozir 3 ta filial ochayotgan ekansiz. Qiyin emasmi bu? Xo'p, bu juda ham qiyin. Qanaqa qiyinchiliklari bor misol uchun? Ulgurmaslik, shaxsiy hayot yo'q, uyqu kam, misol. Keyin jamoa bilan ishlash qiyinchiliklari bo'ladi, chunki hozirgi paytda o'zi bu narsa 3 ta filialni birdan ochish bu planimiz bo'lmagan. Shans, ya'ni imkoniyat bo'lib chiqib qolgandan keyin shunga majbur bo'lib qoldik, qisman. Temir qizig'ida bosgansiz. Shunaqa degandek. Endi hozir mas'ul shaxslarga 2-3 barobar hozir mas'uliyat tushyapti. Ular ko'proq ishlashyapti. Menejerlaringizga, sizdan keyingi. Shunaqa. Ularga ham oson bo'lmayapti, bizga ham oson bo'lmayapti. Hamma jamoa bo'lib ishlayapmiz. Xudoga shukr, yushba ko'ramiz nima bo'ladi. Shuhrat aka, ketaman, bo'ldi, ishingiz boshingizdan qolsin degan narsalar bo'lmadimi? Yo'q, u narsa bo'lgani yo'q. Даже ofitsiant runnerlarda ham bu narsa bo'lgani yo'q. Albatta, ma'lum bir kishi bizni kompaniya uchun harakat qilyaptimi, ularda misol uchun manfaati bo'ladi baribir. Har tomonlama, balkim maosh jihatdan, balkim boshqa narsa. Xullas, manfaati borligi uchun ham menimcha unaqa gap so'z yo'q. Lekin manfaat bo'lmasa ham unaqa gap so'z bo'lish kerak emas deb bilaman. To'g'risi, chunki har bir xodim bilan o'zi baribir rahbari o'zigacha o'zini nimasi muloqot отношенияsi bo'ladi. Bizda ko'proq mana shu traditsionniy hashar degan narsalarga ko'proq e'tibor beramiz. Bu nima uchun? Faqat pulni tejash uchun emas. Ya'ni o'zi hashari misol uchun o'zi nimaga qilishgan ota bobolarimiz deyishganda, misol men yaxshi informatsiya eshitdim. Bu hashar orqali odamlar o'zini vaqtini barakali qilgan. Ya'ni ma'lum bir kishiga yaqiniga nimadir qilishga yordam berdimi, vaqti kam bo'lib turib yordam berdimi, bu degani o'sha holatda o'zini vaqtini barakali qildi degani deb eshitgandik. Ya'ni qisqacha o'zim tushuncham bor. Balki bu boshqa so'zlar bilan aytilgandir. Shu. O'sha sabab shu har tomonlama misol harakat qilib raqamimiz 3 ta filial ochishga. Endi qarang, Shuhrat aka, hozir sizni istoriyangiz juda ham qiziq, juda ham successful eshitilyapti, ya'ni muvaffaqiyatli eshitilyapti. Buni orqasida baribir qanaqadir qiyinchiliklar bor. Va shu qatorda biz bilamiz, birinchi filialingiz siz istamagan holda yopilgan. Shunaqa. O'sha haqida agar anaqa iloji bo'lsa aytib bersangiz. Ya'ni faqat muvaffaqiyat haqida emas, ozgina mag'lubiyat demaymiz-ku, qanaqadir faillar haqida gapiraylik. Bu narsa boshqalarga dars bo'lsin. Agar imkoni bo'lsa, iltimos. Xo'p, bu yopilishi ham hammasi nasiba deb bilaman. O'zi shaxsan birinchi filial o'zim joyim bo'lmaganligi uchun bu meni qo'limda bo'lmagan. Hozir ham misol uchun qisman umid borki, qaytib ochishimizga shuni ishlaymiz. O'zingizni joyingiz bo'lmagan bu qaysi ma'noda? Ya'ni bu biz davlat TGRdan ijara shartnoma qatorida ishlatganmiz, shu aytsam bo'ladi. Lekin
o'sha u joyga nisbatan ma'lum bir qurilishlar, o'zgarishlarni kirgizmoqchi bo'lishgan. O'sha sabab yoptirishgan xullas. Shunda kelib chiqib ket deyishgan. Shunaqa chiqib ket deyishgan. Endi bu narsa balkim biz o'zimiz joyimiz bo'lmaganligimi yoki boshqa faktorami, ular o'zlariga ayon hammasi. O'zlariga ayon, lekin yosh tadbirkor jihatda, yosh oila, yosh tadbirkor jihatda, o'sayotgan inson jihatda aytadigan bo'lsam, bu narsa menga qattiq ta'sir qilgan boshida. Chunki bu men o'zim uchun hayotimda birinchi o'xshatgan narsam bo'lgan. Lekin u payt ikkinchi filmimiz ham bo'lgan, Hokimiyat. Hokimiyat o'sha payti bo'lgan. Lekin birinchisi qalban juda yaqin bo'lgan, to'g'risi. Juda yaqin bo'lgan. Qayta ochishga rosa harakat qilganman. Ozmuncha ta'sir qilgan, lekin baribir odam ko'nikuvchan ekan. Qanaqadir minusga ham kirganmisiz? Birinchi filialingiz yopilganda? Yo'q, minusga kirmaganman. Minusga kirmaganman, lekin oxir-oqibat ko'proq plusga kirganman, to'g'risi. O'sha yotgan odamlarga rahmat deya olmayman, lekin misol nima deydi, qisman o'sish jihatdan qarasak, menga plus bo'lgan, chunki bitta joyga men ko'proq konsultatsiya berganimdan keyin kattaroq ob'yomda bitta joyda ishlaganman. O'sha payti O'zbekiston bo'lmaydi, O'zbekistonda biznes qilish bo'lmaydi, Angliya yaxshi edi degan xayollar o'tganmi, o'tmaganmi? Xo'p, o'zi B variant bo'lganda shunaqa bo'ladi. Men hozirgi paytda hech qanaqa bir viziyam yo'q, nima ham yo'q, lekin chiqib ketsam chiqib keta olaman, to'g'risi. Bu xayollarim kelib turadi, lekin noto'g'ri xayollar deb bilaman. O'zbekistonda hozirgi paytda imkoniyat juda ko'p, juda ham ko'p. O'sha ko'pligidan misol hammasiga harakat qilgisi kelar ekan odam, to'g'risi. Lekin fiziki, mentalni odam ulgurmas ekan. O'zbekistonda imkoniyat ko'p va har bir joyi menimcha o'zini tosh tarozisi bo'ladi. Plusi va minusi. Misol uchun Britaniyada misol uchun o'sish juda qiyin. Lekin har safar normal bir xil hayot. Tadbirkor sifatida tadbirkor bo'lib o'sish qiyin. Shunaqa deb bilaman. Qanaqadir punktlari bo'lmasa ham, lekin mana 4 yil yashadik Britaniyada, ko'rdik. Shu O'zbekistonda shu imkoniyatlar ko'p. Prezidentimiz ayniqsa shu yosh tadbirkorlarga ko'proq imkoniyat yaratib beryaptilar. Ko'p kuzatib boraman. O'shanda xursand bo'laman, to'g'risi. Aynan shu yosh tadbirkorlarga поддержка deymizmi, ko'mak kuchli bo'lyapti. Shu endi shu xudo xolasa praktikada ko'rib boryapmiz, ikkita tadbirkorlar qanaqa поддержка olishayotganini. Biz ham olib, xudo xolasa o'sishga harakat qilamiz. Zo'r. Hozir umumiy olganda kunlik hisoblasak, Bardak choyda nechta mijozga xizmat ko'rsatasizlar? Xo'p, umumiy olganda shu jihatdan aytsak bo'ladi, shu jihatdan 2 ta atrofi shu bo'ladi kuniga. Endi u kunlarga ham bog'liq. Misol uchun weekend, ya'ni dam olish kunlari tabiiyki odam ko'proq bo'ladi. Qolgan kunlar o'rtacha misol 150 ta 200 ta atrofi. Endi hozirgi paytda men u Bardak choy filialimizni o'ta darajada katta restoran, kafe deb ko'rsata olmayman. Unaqa eshitilishini ham xohlamayman. Lekin hozirgi o'zimizning darajaga nisbatan bu yaxshi natija deb bilaman. Shu Shuhrat aka, Bardak choydan tashqari yana qanaqadir loyihalaringiz bormi? Xo'p, to'g'risini aytsam bor. O'zimni to'g'risi tinchimas odam deb bilaman. Har safar qanaqadir bir vaqtim bo'lganda nima deydi, nimadir yetarlicha qilmayapman degan fikr keladi. Shunaqa hissiyot o'tadi ichimdan. O'sha sabab hozir biz turizmda ham bormiz. Hasana Travel degan. Bu adashmasam ichki turizmi? Ichki turizm, domestik. Ichki turizm, buni o'sha biz boshlaganmiz. Xudo xolisa, u yerda ham katta ambitsiyalar bor. U ham sherikchilikda bir yaqin do'stimiz bilan boshlaganmiz. U yoq ham xuddi shunaqa, haligi sherikchilik kelganda meni minuslarimni qo'lga bera oladigan inson. Shunaqa, undan tashqari hozir uydagilarga ayollarni kiyimini sotish yo'lga qo'yib berganmiz. Onlayn sotuv boshlaganmiz. Uni misol uchun operatsion ishlariga men aralashmayman, ko'proq investorlar oldi. Shunaqa, bu oilaviy biznes, kichik oilaviy biznes. Menimcha ayollar uchun qilingan, ayollar auditoriyasi uchun qilingan 90%, 99% biznes zo'r yurib ketadi deb o'ylayman, agar u narsani
to'g'ri yo'lga qo'yilsa-da, chunki ayollarni auditoriyasi eng zo'r auditoriya deymanda. Ani sotish oson deb o'ylayman. Shunaqa. Emotsiyaga aniq qilib sotib olishadi endi ayollar ko'proq. Hasana Travel bo'yicha so'ramoqchi edim. Hasana Travel ichki turizm va o'zbeklar uchun, ya'ni o'zimizni vatandoshlar uchun ichki turizm tashkillashtirgansizlar, to'g'rimi? Yo, o'zi aslida u chet ellik O'zbekistonga kelib ziyorat qilib ketishga qiziqqan insonlar uchun ochilingan. O'zi u ko'proq ziyorat turizmi. O'zi ziyorat turizmi deganda bizda nimani tushunishadi? O'zbekistondan Saudiyaga misol uchun haj yo umra ziyoratlarni qilish misol. Yo, bizda endi haj umra qilib bo'lmaydi-ku, lekin baribir misol Angliyada yashagan paytimiz O'zbekistonda bu Buxoriyni yurti ekan. San qayerdansan deganda Buxoriyni yurtidaman deb aytardim, O'zbekiston emasdan. Buxoriyni yurti qayerda deganlari O'zbekistonda yoki qolganlari o'zi bilar edi. O'zi bilar edi. O'shanga juda qiziqishadi. Buxoriyni yurti, Buxoro, Samarqand qanaqa u shahar, hozir qanaqa, oldin qanaqa bo'lgan deb ko'proq his qilib ko'rishga qiziqishadi u yerda. Shunda noyob taklif nima bo'lyapti boshqa Noyob taklif organizatsiyalardan? Biz o'sha, ya'ni ruhiy jihatdan ziyorat turizmini O'zbekistonga qilib berishimiz bo'lib turibdi. Bu adashmasam biz birinchi turizm agentsiya edik. Bunaqa ziyorat turizmini rejalashtiradigan. Bundan keyin yana bittalar chiqishdi. Ular o'zi oldindan bo'lgan ekan misol. Bu narsalarni hali biz yo'lga qo'ygunga qadar o'zbeklar orasida misol uchun Samarqand, Buxoro, misol Toshkent ko'proq O'zbekistondagi tarixni ko'proq yaxshiroq o'rganishni maqsad qilganmiz. O'zi O'zbekiston tarixida misol ko'p narsalar bor, bilishimiz kerak bo'lgan, saboq oladigan joylar juda ko'p. Misol uchun Samarqand, Buxoroga borsangiz ko'proq bu bino, mamlakat bino, bu mamlakat qurilgan ko'proq mana shunday cultural nima deydi, informatsiyalar berishadi. Biz u binoga emas, o'zi aslida u binoda yashagan insonlar misol uchun. U insonlar qanaqa bo'lgan, ularning avlodlari, ularning tarixi, yoshligi misol uchun mana shular haqida ko'proq suhbat qurib, odamlarga O'zbekistonni tarixini boshqacharoq yoritib berish maqsadida bu ishga misol uchun kirganmiz. Endi qarang, Bardak choyni o'zi bilan juda ham bandman deyapsiz-da. 4 ta filial ochyapsiz. Bu proyektlarga, bu loyihalarga qanaqa vaqt ajratyapsiz? Fokus ketib qolyaptimi? Chalg'imayapsizmi? Bu narsa men ko'proq xotiram pasayishiga olib kelyapti. Pasayish emas, ya'ni informatsiya chelishuv misol ko'p deyadi. Bu menga ko'proq plus olib kelyapti, chunki Bardak choy xodimlarining orasida men xodimlarga ko'proq mas'uliyat berishni o'rganyapman shu bahona. Bu narsaga to'g'ri majbur bo'lyapman. Shu narsa plus tarafi bor. Lekin bu narsa oson emas, aytayotganingizdek. Endi 3 ta filialni biz mana shu oxirgi 2 oy davomida nima qilishni boshladik. Turizmda esa sovuq kunlar, qish paytida ayniqsa bu sezon hisoblanmaydi. To'xtatib turgansizlar. Shunaqa stopda bo'lib turadi. Zo'r. Shu mana endi bahor, yoz avjida. O'shanga tezroq ochib olish harakat qilamiz. Xudo xolasa, keyin turizmga ham imkon qadar yaxshiroq konsentratsiya qilib ishlashni niyat qilib turibmiz. Qolgan proyektlaringizga ham omad tilaymiz. Rahmat. Qarang, mana kunlik 150 ta, 200 ta insonlarga xizmat ko'rsatadigan shunaqa joy ochgansiz. 70 dan ortiq xodimlarni boshqarasiz. Keling, ozgina siz haqingizda gaplashsak. O'zi bu darajagacha qanday kelgansiz? Siz misol uchun qayerda katta bo'lgansiz? Bolaligingiz haqida qisqacha aytib o'tsangiz, menimcha u informatsiya ham ko'pchilikka foyda bo'lgan bo'lardi. Ertaga farzand tarbiyasida balkim tadbirkorni tarbiya qilishmoqchi bo'lsa, balkim foydasi bo'lar. O'zi Toshkentda tug'ilib o'sganman. Otam Buxorodanlar, onam Farg'onadan. Shunaqa. O'zim Buxoroga unaqa ko'p bormaganman, lekin Marg'ilonga yoshlikdan juda ko'p borardim. Bu qisman tadbirkorchiligimga ta'siri ham bor deb bilaman. Marg'ilonga borganimizda, o'sha paytlar Farg'onaga borganimizda esimda, yoshligimizda haligi pirotexnika vositalarini ishlatish juda yoqtirganman, to'g'risi.
va u paytlar taqiqlanmagan paytida, Pirotexnika sotganmiz. sotganman pirotexnika. Misol u yerdan Farg'onadan olib kelib, Toshkentda sotardik. Juda yaxshi bo'lganman lekin. Bu nimaga bu narsani qayerdan o'rganganman desangiz, o'sha nima deydi, domda katta bo'lganmiz. O'sha domda o'sha o'rtoqlar bo'ladi, u bo'ladi. Hammasi yosh katta bo'lgan bizda. Men misol eng kichkinasi bo'lganman. Aksariyati 97-yil, 96-yil, o'zim 99-yilman. 97, 96, 95, 94-yil bolalar как o'rtoqdek bo'lganda. Bularni misol uchun o'sha paytdagi o'ylovi qisman menga ham qisman ta'sir qilgan. Vaqt kelganki birga o'ynaganmiz, vaqt kelganki birga o'qiganmiz. Lekin baribir aksariyat holatda yoshligim maqsadsiz, faqat bekorchi bolalar bilan o'tgan. Lekin ma'lum bir vaqt kelgandan keyin bu narsani tushunib yetib, hayotda sal o'zgartirishga harakat qilganman. Bu payt adashmasam 15 yoki 16 yosh edim. Lekin ba'zi zo'r narsani aytdingiz-da. O'zimdan yoshi katta bo'lgan bolalar bilan ko'p o'ynaganman dedingiz-da. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Har doim yo 2 yosh, yo 3 yosh katta bolalar bilan biz o'ynab yurardik, futbol o'ynardik mahallada yoki ko'proq katta o'sha 94-yil, 96-yil akalarim bilan yurardim-da. Hozir o'ylab qarasam o'sha narsa ma'lum bir darajada yordam beryapti deb o'ylayman-da. Sizda ham o'sha narsa ta'sir qilgan deb o'ylaysizmi? Juda ham ko'p ta'sir qilgan, chunki men esimda maktab davrlarimda sinfim orasida, misol uchun o'z sinfimda bolalar orasida yo boshqa tanishlarim orasida misol o'zimni fikrlashimni qisman tekshirib ko'rishga harakat qilardim. Endi bu narsa yosh bolalarning paytida katta narsa eshitilishi mumkin, lekin o'sha payt bo'lgan ekan shu holatlar. Esimda misol o'sha aka qatori do'stlar misol shunaqa holatlar bo'lib qolardi. Odam o'zini qiynash kerak ekan, imkon qadar dangasalikdan qaytish kerak ekan, ko'proq ishlash kerak ekan. Ya'ni uy ishlarini misol uchun degan holatlarni ko'p eshitardik. O'shanda esimda uydagi axlatni axlatxonaga tashlab qo'yish uchun kesib chiqadigan yo'l bo'lgan holatda aylanib o'tardim har safar. Chunki menga yoqardi haligi kesib chiqadigan yo'ldan yurishda. Lekin har safar o'shani aylanib o'tardim. O'sha payt necha yosh edim? Bu komfort zonadan chiqish. Endi misol hozirgi paytda komfort zonadan chiqish deb atasa bo'ladi bu narsa. Lekin bu payt 9 yoshli, 10 yoshli bolani misol uchun nima deydi, bunaqa tushunchasi bo'lmaganda komfort zonadan chiqish. Nimaga unaqa qilgansiz? Chunki o'zimni o'sha payt dangasa deb bilganman-da qisman. O'sha o'zimdan yosh katta bolalar orasida misol uchun dangasalik haqida gap ketishi yoki ma'lum biriga sal dangasaroq bo'lib qolibman degan gapni eshitganimdan keyin men o'zim qanaqaman degan savollar hosil bo'lgan ekan o'sha payt. Dangasalikni yengishga harakat qilgansiz. Shunaqa bo'lgan. O'shanga hozir ham to'g'risi o'zim sal eslasam agar, yo'q o'sha paytdan nima bor edi, qatdan kelgan bu holat, bu o'ylovlar deb o'ylab qolaman. O'zi ta'siri o'sha, ya'ni muhit. Ma'lum bir yoshga kelganimdan keyin u muhit o'sha tarqalgan. Undan keyin yomon muhit orasida bo'lib qolganman. Undan chiqishimga bir 2 yil atrof ketgan. Va undan keyin yana yaxshi muhitga tushib qolganman. Muhit juda katta rol o'ynaydi baribir odamga. Muhit qancha odam o'zi muhitini yaxshilab borsa, shuncha o'sishga qarab yaqinlashadi. Ham biznes jihatdan, ham xulq jihatdan, ham ruhiy jihatdan misol uchun mana shu narsalar juda katta rol o'ynaydi deb bilaman. Shu joyda sal shaxsiy savol beraman. Siz qanaqa oilada katta bo'lgansiz? Misol uchun boy badavlatmi? Endi Angliyada borib o'qigansiz. Ko'pchilikning tushunchasi, men oldin o'zim YouTube qilardim. YouTube'da kommentariyaga yozishardi. Qaysi hokimni o'g'lisiz deb yozishardi. O'shanga hech qanaqa hokim o'g'li emas va oddiy oiladan chiqib, shu yerga qiynalib kelganman derdim-da. Sizda qanaqa bo'lgan bu holat? O'rta hol oilada katta bo'lganman. Lekin baribir nima deydi, qaysi yilda qanaqa holat bo'lgan desangiz, har xil bo'lgan. O'sha boya aytgandek biznesda har xil holat bo'lgandek, oilaviy holat ham, ya'ni finansiy holat ham har xil bo'ladi. Lekin umumiy misol aytadigan bo'lsak, o'rta hol oilada katta bo'lganman. Angliyaga o'qishim uchun imkoniyatim bo'lgan, otam yordam qilganlar. Qanaqa ketgansiz Angliyaga? Boshlang'ich to'lovi yarimi
Aha. Va chiqib ketish sarf xarajatlarini qoplab berganlar. Nechi pul ketgan umumiy? Hop, umumiy $10,000 atrof pul ketgan. $10,000 ketgan. Shunaqa. Значит, sizlarda $10,000 pul bo'lgan. Endi shu ketganmizda bo'lgan deganda bu. Nechinchi yil bo'lgan? Hop, bu payt 2019-yil bo'lgan. 2019-yil. Yanvar 25-sida edik. Zo'r. Shunaqa. Endi lekin u yog'ini sharoitim qisman yana bor edi. Ya'ni otamda sharoit bor edi yordam berishlariga. Men juda xursandmanki o'sha payt yordam bermaganlariga, balkim finansiy holatim bunga позволять qilmagan. O'zim harakat qilganman. Ishlarni turini ham saralab tanlaganmiz. Ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, bu halol, bu harom degan ishlar ko'p tushunchalar bo'lardi. O'sha harakat qilib vaqtida 3 soat, 2 soatlar uxlagan ekanmiz-da. O'sha kontraktim to'layman deb, yeb ichishim to'layman deb, arendam to'layman deb, to'g'rimi? Shunaqa. Nima ishlar qilgansiz? Xo'p, juda ham ko'p ish qilganman. Misol uchun. Ofitsiantlikdan boshlaganman. Kuxnyada ishlaganman. O'zi uyda hech ovqat qilish biladigan odam emas edim. Pichoqni juda ham kamdan kam qo'limga ushlaganman, lekin majbur bo'lganman. Kuxnyaga ishga kirishga. Shunaqa. Bir ishni, ya'ni bir biznesni boshlash uchun odam tavakkul qiladi. O'sha qatori mana bir ishda ishlash uchun tavakkul qilib kirganman. Eplasam emasam. Xo'p, undan keyin kuxnya konservida ishladik. Konserv bu o'sha ma'lum bir toifadagi boy-badavlat insonlar turadigan domlarni resepsiyonida turish. Kechqurunlari bilan ishlaganmiz, ertalablari bilan rosa ish bo'lgan. Lekin eng qiyin vaziyat bu karantinda bo'lgan. Boshida student bordimi, bizdagi holatdagi studentlar o'zini o'zi eplayman deganlari ayniqsa va qarz olib kelganlar ham bo'lardi. Eplab ketaman, qarzimni uzib yuboraman degan xayol bilan. U shunaqa holat juda ko'p bo'lgan, lekin afsuski bizning davrimizda bu narsa kam bo'ldi. Chunki karantinga taqalib qoldik. Karantin davri eng qiyin davrlardan bittasi bo'lgan deb o'ylayman. Chunki karantingacha boshida 6-7 oy qiynalib olganmiz. Salgina bemalolchilikka chiqqanimizda ma'lum bir miqdorda qo'bol qilayotgan pul yig'ganimizdan keyin karantin kirib qolgan. U yerda yashash juda qimmat. 4 oy davomida uyda o'tirib, prosta to'plagan pulingizga yeb ichib olishingiz qo'bol qilayotganda bu ko'p minusga olib kelib qo'yadi. Sizlarga davlat furlough bermasmidi? Pul bermasmidi? Furlough degan anaqasi bo'lardi. Yo'q, u agarda nima bo'lsa, ofitsial ishlasangiz edi. Sizlar ofitsial ishlamagansiz. Men o'sha aynan karantin paytida karantin kelishini bilmaganman va bir hafta 10 kun oldin ofitsial ishimdan chiqib ketgandim. O'shanisi alamam qilgan to'g'risi. Menda bilasizmi nima bo'lgan? Shu joyda aytib o'taman. Juda ko'pchilik studentlar 20 soatdan ko'p ofitsial ishlashga qo'rqardi. Shunaqa. Men lekin 60 soat ofitsial ishlardim. Yo'q. Nalogdan qo'rqmasdim. Voy, ana vizani atmay qo'yishadi deyishardi. Endi qo'rqmasdan ishlayverardim. Nima bo'lsa bo'lsin deb. Karantin keldi. Endi 60 soat ishlaganman, misol uchun. 2000 funtga yaqin pul olganman, boshqa bo'lgan. Oylik olganman. Karantin keldi. Bizaga o'sha olgan oyligingizni 80%ni to'lab berishardi. Davlat to'lab bergan. Maza qilgan. Har hafta 300 funt menga tushardi, ishlamasam. Uyda o'tirgan holatimda где-то bir 1200 funt o'rtacha tushardi menga har oy. 1200 funt. Bu degani $1400 atrofi. Shunaqa, 1400, $1,500 menga prosta tak ishlamaгаnim uchun tushardi. O'sha payti dirdimda to'g'ri yo'lda bo'lgan ekanman dirdim. Bizga nasib qilmagan, ko'rganmiz bolalarni ko'pi o'qishdan haydalib ketgan, kontraktini to'lamagan uchun. Chunki juda ko'p bo'lgan. Ish bo'lmaganda, misol ish bo'lgan faqat dastavka qilish va misol qurilishda ishlash. Qurilishda eng og'iri qurilishda bo'lardi. Chunki qurilishda ishlayotgan studentlarning aksariyati ularni nimasi bo'lmasdi, prosta ular yuk tashuvchi, ularni nimasi yo'q, hunari yo'q edi. Razonob'chi bo'lib ishlaganda, na bir malyar deysiz, na bir misol uchun g'isht teruvchi deysiz, misol uchun yo kraska qiluvchi desangiz, hech kim ishini bilmagan.
Faqat shu nima qilishgan, narsa tashishgan, tozalashgan misol. Eng qiyini shu bo'ladi chunki. Agar bu hunaringiz bo'lsa, agar ishingiz yengilroq o'tardi qurilish. Ko'proq ham pul topardingiz. Ko'proq ham pul topardingiz. Dastavka masalasi esa uni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Yomg'irlarda dastavka qilganmiz? Qilganman. Hozirgi paytda velosipedlarda dastavka qilib yurishibdi-ku. Instagramlarda bir ikkita videolar chiqib ketdi. Orqasida Cambridge banneri chiqib qoldi. Cambridge o'quv markazi 1-2 oy bizada ta'lim olsang bo'ladi deb shunaqa kuponlar berishdi bolalarga. Pedalda dastavka qilib yurishgani odamlarning ko'ziga juda achinarli ko'rindi. Lekin biz bu narsani 1 yil davomida qilganmiz. Aynan Londonda. O'zi bu narsaga achinish qanchalik to'g'ri? Ya'ni bu achinarli holatmi degan narsa bor-da. Endi u paytda biza qilganimizda hech kim achinmagan bizning ustimizda. Misol, achinish ham menimcha noto'g'ri deb bilaman. O'zi qisman balkim to'g'ri joyi ham bordir. Bor misol. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, ma'lum bir odamni baribir hayotida bir qiynalgan davri bo'lish kerak deb bilaman. Qiynalgan davri bu narsa ko'proq odamni pishiradi, charxlaydi va katta bir tajriba beradi deb bilaman-da. Hozirgi paytda mana misol bizada kafemizda ochiq joyda, misol ochiq joy kapsulada qilingan, o'zingiz ko'rgansiz. Yomg'ir yog'sa, qor yog'sa ham yomg'ir qor ustida ishlaymiz. U misol bino emasda ichida bemalol ishlasangiz. Yupqa kiyim bilan. Ham qalin kiyinadi bolalar, ham yomg'ir qor ustida ishlaydi misol. Ho'l bo'lib ketgan holatda. Bu misol ularni ko'rib achinish kerak desangiz, yo'q, achinish kerak emas. Chunki ular o'zini ma'lum bir hayotidagi qiyinchiligini o'tayotgan bo'lishi mumkin misol. Ertaga Xudo xolasa bu narsa ham tajribaga ishlaydi, ham misol uchun pul topgan pulini qadrlashga bir yordam beradi-da bu. Endi bu ham qanaqadir yaxshi periodga o'tish anaqasida, periodi, tramplin desa ham bo'ladi. Chunki mana o'sha Angliyadagi dastavka haqida gapirsak, juda ham ko'pchilik qoralab chiqdi. Juda ham katta shov-shuv bo'lib ketdi bu narsa. Endi men bitta narsani aytaman-da, o'qishni bitirgandan keyin anu student bola darsi qolgisi keladi, viza qilgisi keladi. Hozirgi paytda viza qilish juda ham qimmat. Juda qimmat. Eshitdim shunaqa bo'ldi. Juda qimmat. Qimmat deganda ham 38,000 funt to'lash kerak kompaniya unga viza qilib berish uchun. Viza narxlari ham bor. U o'rtacha 10,000, 15,000 dollar bo'ladi. Uni ishlab topish uchun bola nima qilsin? Yo'q, o'zi aslida o'zi Britaniya, ya'ni misol uchun Londonga deylik, shahriga yoki Britaniyaga umumiy yetadigan bo'lsa, o'qish uchun ketadigan odam o'zini baribir qisman maqsadi bo'lish kerak deb bilaman-da. Men ketishim oldi, u yerda o'qiyman imkon qadar ko'proq, o'zimga sharoit qilaman. Sharoit nima? Bemalol o'qish uchun sharoit yarataman. O'qiyman, undan keyin o'qib bo'lgandan keyin tajriba qilib qaytaman degan maqsadim bo'lardi. Qizig'i, birinchi yilimizda juda ko'p akalarimiz bor, hozir Amerikada yashashyapti. Birinchi yilda Amerikaga ketish Londondan juda oson bo'lgan. London juda katta koridor bo'lgan. Ko'zim oldida adashmasam 1 yil ichida bir 10-15 ta bola ketib qolgan. Ular men taniganlarim orasida. O'sha paytda bir akamiz bor edi. Siz taniydigan, mayli ismlarini aytmaymiz. Shuhrat, 19 yoshsiz, hali uylanishingizgacha 6 yil bor. Ketmaysizmi, nima qilasiz? Bu yerda ko'rib turibsiz hayotni. Nima qilasiz? Keting, nima qilasiz o'zingiz qiynab deganda, yo'q, ketmayman. O'sha mening maqsadim borki, o'qishni yaxshi o'qib, o'qishni bitirib, ma'lum bir darajadagi kattaroq kompaniyalarda ishlab, tajriba orttirib, O'zbekistonga qaytib borishdi. Oxirgi paytgacha Amerika posolstosiga bir martalab ham kelib ko'rmagan bor. Haligacha hayotim mobaynida kirmaganman, to'g'risi. Endi nimaga o'shanaqa bo'lmagan sizda? Misol uchun katta kompaniyaga kirish orzungiz bo'lgan, o'qish zo'r bo'lgan. Nimaga qilmagansiz o'sha narsani? Endi u yoshlikdan o'ylagan narsamiz sal xomroq bo'lgan ekan. Xom demayman-ku. Endi yoshlikdan o'tdi. Noto'g'ri bo'lgan demoqchimisiz? Yo'q, noto'g'ri emas. Buni qisman ma'lum bir odamdagi to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin men uchun noto'g'riligini tushunib yetganman oxirgi yillarda. Chunki oxirgi yillarda o'sha Sahiy degan organizatsiyani ochganimizda, esingizda bo'lsa, siz ham bo'lgansiz. U yerda professional, ya'ni katta kompaniyada ishlaydigan akalarimiz juda ko'p edi. Ularning hayotini kuzatganman, ko'rganman, qisman his qilib ko'rganman, to'g'risi.
O'shandan keyin tushunib aytganmanki, yo'q, menga emas ekan bu. O'zi mana shu narsa haqida qarang. Bu katta kompaniyani nomi kattada, Shunaqa. bor yo'g'i. Uni ichida nima bo'lyapti? Mana ko'rganmiz, o'sha akalarimizdan ko'rganmiz. Shunaqa. Ya'ni u katta kompaniyada ishlash, vau, zo'r уровень degani ham emas o'zi aslida. Kirib tajriba orttirsa yaxshi, lekin bu biz orzu qilgan уровеньdan bo'lmasa kerak degan bir fikr bor-da. Endi уровень jihatdan gapiradigan bo'lsangiz, o'zi haqiqatda katta. Ya'ni dunyoda mashhur, dunyo tanilgan nomi zo'r. nomi zo'r. Lekin 3 yil mana adashmasam, universitetda, ya'ni bakalavr darajasini bitirganingizdan keyin yo magistrmi farqi yo'q. 3 yil davomida u kompaniyaga agarda kira olsangiz, konkurensiya juda katta. Juda katta. Kira olsangiz, ular sizni 3 yil davomida ular sizga pul to'lab, sizni yana bitta bakalavr o'qitgandek tayyorlashadi. O'rgatib. Keyin 3 yildan keyin bitta imtihon topshirasiz. Undan keyin nima deydi, kompaniyaga xodim qilib olishadi. Bungacha ham как internship deysizmi? Ya'ni nima bo'ladi o'zbek tilida ko'proq praktika. Shunaqa bo'ladi. 3 yil bu juda katta muddatda. Juda katta muddat. Hozirgi paytda u kompaniyalardan qochib chiqib ketgan akalarimiz bor, o'zlarining maqsadlariga erishib. Bu narsani ko'proq qullikka ham taqasa bo'ladi. Nimaga qochib chiqib ketgan? Chunki juda ham ko'p muddat, ya'ni 3 yil davomida siz prosta kompaniya uchun yashaysiz. Bo'lib ham tasklar shunaqa beriladiki, ya'ni vazifalar. Soat 9 dan 6 gacha tugatish imkon bo'lmagan vazifalar beriladi. Shuni oqibatida o'zingizniki bo'lmagan kompaniyaga butun 3 yillik hayotingizni tikasiz. O'shanga yarasha maoshi ham kam. O'shaning uchun ko'pchilik meni yoqtirmaydi. Men nimaga уровень emas deyapman. Agar o'shanga yarasha maosh berishganda zo'r bo'lardi. No, maoshi ham kam. Angliyani yashashi bilan taqqoslasak agar, ya'ni siz qiladigan expenselar bilan taqqoslasak agar, u maosh deyarli yetmaydi-da. Ochiqchasiga aytadigan bo'lsak. Zo'rg'a yetadi. Zo'rg'a yetadi. Bitta akamiz bor edilar. Shanba-yakshanba boshqa ishda ham ishlashardi. Ya'ni shunaqa katta kompaniyada ishlaydi. Misol, obro'si katta, Concierge qilishardi. Concierge qilishadi, ya'ni o'sha receptionda ishlashardi. Men hayratlanardim. Misol, nega misol odam shuncha harakat qildi, o'qidi, shunaqa katta kompaniyaga kirdi. Bu shuni orqasidan yana ikkinchi ish qilish o'ziga yetmayotganligi uchun bu qisman men uchun kulgili bo'lgan. Yana qo'shimchasiga hayotingizni tikasida bu narsaga. Hayotingizni 3 yillik hayotingizni tikasida. Bu yoqda oilangiz ham bor, oilangizga vaqt ajrata olmaysiz vaqtida. Hozirgi paytda mana aytganim 3 ta filial ochayotgan bo'lsak, bu nima uchun? O'zimizni proyekt uchun harakat qilyapmiz-da. Bu arziydi misol uchun. Lekin qaysidir kompaniya egasi uchun 3 yil ham kam osh, ham o'sish ham misol stabil bo'lishi mumkin, lekin juda qiyin. Misol bu narsaga prosta odam hayotini tikishi bu menimcha noto'g'rimi ekan deb bilaman, to'g'risi. O'sha holatda meni hayotimga noto'g'ri bo'lgan, to'g'ri. O'shandan keyin hamma planlar o'zgargan. O'zbekistonga o'rganman, to'g'risi. Bitta qiziq savol. Sizni Angliyada o'zbeklar chopishganmi? O'zimiznikilar, vatandoshlar. Hop, unaqa holatlar bo'lgan. Ismlarini aytib o'tmayman. Larini. Nima bo'lgan? Ismlarini demoqchiman. Ismlarini, ya'ni ko'p bo'lgansizlar. Bitta emas. Birontasini aytib berish imkoni bormi? Hop, menga eng alamlisi shu bo'lganki, bitta Simit saroyi degan kafeda ishlaganman, o'sha kuxnyada ishlaganman. O'sha boya aytib o'tdim, esingizda bo'lsa, hech o'zi kuxnyaga aloqam bo'lmagan, pichoq kam ushlaganman ovqat qilish uchun misol. Lekin o'sha holatda ishlab, harakat qilib, vaziyatim og'irligini ko'rib turib, bitta vatandoshimiz supervisor bo'lib ishlagan o'sha yerda kafeda, kichkina filial o'zi, menejerni yordamchisida. Har ishdan keyin men bilan siz bilan qanaqa o'tirgan bo'lsa, shunaqa suhbat qilib, xatolarimni aytib, u qilib, menga ko'proq bosim berishga harakat qiladi bu inson. Meni o'sishim uchun deylik bir menga misol uchun vaziyatim meni yaxshiroq bo'lish uchun emas, o'zidan kimdirroq qo'pol qilib aytganda yasab, nima deydi, yo'nalish ko'rsatgandek bo'lib, meni kritika qilardi bu inson. Ustimdan ham kulgan ko'p. Bratan, ko'chadagi bratan.
Simit saroyi bu turk kafesi edi. Turklar ko'p ishlardi. Turklar bilan birga bo'lgan holatda, misol, ko'p ranjitgan bo'lgan u inson. O'sha payt to'g'risi vaziyat og'ir bo'lgani uchun mayli xo'p deganmiz. Shunaqa vaziyat bo'lar ekan. Zo'rsan, gap yo'q. Hop deb keyinchalik ham ko'rib qolganmiz u insonni. Shunaqa. Qaysi joyda nima bo'lib chopgan sizni? Shu qo'lim kesilib ketib qolgan to'g'risi. Chunki meni ustimdagi kuxnyada, ya'ni oshxonada mas'ul odam "Davay tezroq bo'lishimiz kerak, zakaz ko'payib ketib qoldi" degan paytda konservani bilasizmi? Nimasi kruchoki bor, dumaloq. O'shani mundoq qilib ochasiz. O'shani mundoq tortganimda, tezroq ochaman deb, uzilib ketib qolganda. Qo'lingizni kesib olgan. Yo'q, qo'lim kesmagan, keyin yarimchalik ochilib qolgan. Davay tezroq dedi, keyin shunchalik darajada stress berdiki, uni qo'l bilan tortdimda keyin. Shosib. Miya ishlamadi deyapti. Faqat tezroq degan narsa bosim bo'ldi. Zapara bo'lganda, Zapara bo'ladi, lekin boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Xuddi bosim bo'lgan ko'proq. Xo'p, tortganimda barmog'im kesilgan. O'sha barmog'im kesilgandan keyin o'sha bolalarga kulgi bo'lgan qisman. Lekin men uchun ancha emotsional yomon ta'sir qilgan. Ancha katta udar bo'lgan. Undan keyin o'sha "San ishlamay qo'ya qolgan" deb sekin chopib olishgan. Pulingizni berishgan. Lekin menga alternativ variant bor edi. Misol, tepada kuxnyada emas, sotuv bo'limida ishlasam bo'lardi, misol uchun. Kassada tilda deb aytiladi. Til. Ishlasam bo'lardi. Bu variantda berilmagan. So'raganman, berilmagan. Tushunarli. Qani, musofirchilikda nimalarni o'rgangansiz? Ya'ni shaxsiyatingizga qanday ta'sir qilgan bu narsalar? Musofirchilik o'z bo'lishim Angliya hayoti bu juda katta saboq, juda katta maktab. Bunga e'tiroz yo'q. To'g'ri, bir xilgina qora Angliya deb aytishdi, misol uchun, lekin aslida Angliya qora emas. Agar o'sha o'zida kimdir uchun o'sha paytda qora bo'lishi mumkin, o'qishidan misol uchun haydalib ketib. Lekin o'qishdan haydalib ketib o'zimizning tanishlar bor. Hozirgi paytda Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda juda katta proyektlar boshlashgan. Ularning bakalavr diplomi yo'q. Mayli ular misol nima deydi, yengil ishlar deysizmi yo fail bo'ldi deysizmi misol uchun. Ular uchun o'sha paytda qora edi, lekin O'zbekistonga qaytgandan keyin oq. Misol uchun-da, tushunasizmi? Angliyada juda katta saboq bor. Angliyada misol uchun top 3 tasini ayting. Xo'p, ya'ni nima demoqchisiz? Ya'ni siz o'rgangan top 3 ta narsani ayting. Imенно Angliyadan. O'zbekistondan olib bo'lmaydi u narsani. Xo'p, endi u ko'proq tajriba, muloqotni ko'proq o'rganganman. Muloqot masalasi juda katta, misol uchun o'sish bo'lgan muloqot yo'nalishida. Misol, odamlar bilan qanaqa gaplashishni o'rganganman, chunki u yerda har xil millatdagi insonlar bo'lgan. Har xil tajriba, misol birinchisi o'sha communication skill deydi, ya'ni o'sha muloqot. Ikkinchisi o'zimni tanishimga yaxshiroq bir nima deydi, vaziyatlar bo'lgan menda Angliyada. Misol uchun o'zimni kimligimni, meni plyus taraflarim, meni minus taraflarim, o'zligimni anglashga ko'proq shans yaratib bergan, chunki u yerda ko'p risklar qilardi o'zingizda. Ko'p narsalarga harakat qilib ko'rganmiz, o'xshamagan holatlar bor. Ko'proq menga uchinchisi duh bergan Angliya. Qaysi tarafdan duh bergan? Ko'proq menga shijoat bergan, o'zimga bo'lgan ishonchimni oshirgan. Misol uchun, faqatgina Angliyada o'qiganligim uchun emas, ishonch. Bu qaysi ma'noda o'z vaziyatdan kelib chiqib yetadigan bo'lsa, o'sha kattaroq bir kompaniyada ishlaydigan akamiz bilan oxirgi yillarimda birga bitta uyda turganman. Sahiy degan organizatsiyani o'zi boshqarayotganimizda, communityni. O'ta men sport lider bo'lganman. Futbollar tashkillashtirardingiz. O'sha paytda boshida sal cho'chish bo'lganda, chunki Britaniyadan misol uchun 100 tagacha odam kelardi futbolga, katta natija edi misol. O'sha payt men organizatsiya qilayotgan holatlarda xatolik bo'lsa-chi, uyalib qolsam-chi degan narsa ko'p bo'lardi. O'sha akamiz keyin o'sha holatlarni tushuntirib, ichimda o'tayotgan hissiyotlarni aytgan. Yo'nalish berib, "Davay gazini bosing, tavakkal qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi" deb menga ko'proq duh berganda, o'sha duh bilan men bardak joy boshlaganman deb bilaman. Endi qarang. Bardak joyni
O'zbekistonga qaytgandan keyin ancha keyin boshlagansiz. Endi Londondan qaytgan paytlaringizni eslaylik. O'sha haqida, o'sha protsess haqida ozgina aytib bering. Qaytganingizdan keyin nima ishlar qilgansiz? Xo'p, qaytishim bilan to'g'risi 1,5 oydan keyin uylanganman. Okey. Sразу hali ishim yo'q edi, hech nimam yo'q edi. Faqat uyim bo'lgan, adam mashinalari bo'lgan, qo'porib ketganda shu ma'lum bir darajada pul to'plab kelganmiz. Lekin oxirgi yilda juda kam ishlaganman. Ko'proq o'sha sahiyga o'zimni nima deydi, hissam qo'shganman, chunki bu narsa bilardimki, menga tajriba beradi. Tajriba muhimroq pulga nisbatan deb pulga qaraganda deb ko'proq tajribaga e'tibor berganmiz. Endi kelgandan keyin teachingdan boshlaganman, ya'ni ingliz tilidan dars berishni. Ingliz tilidan dars berishni Qayerda o'zingiz uchebni sentr ochganmisiz uyda o'qitish boshlaganman. Angliyaga ketishdan oldin mahallamda ikkita bola bo'lardi. O'sha bolalarni o'zi topib kelishgan meni. Yana o'rgating deb. Shunaqa qiziq. Shunga xursand bo'lganmanki, o'sha 4 yildan keyin hali ham o'rganmadingmi ingliz tilini 4 yil ichida, nima deysizmi? unaqa bilmadim, lekin topib kelganiga xursand bo'ldim. Topib kelganiga xursand. Albatta, hazil. Endi o'zidan ikkita o'quvchim bo'lib qolgan. Ularni o'rgatib ko'rganman. Teachingda tajribam katta emas edi. Har tomonlama o'zim sinab, har xil strategiyalar qilib ko'rganman, taktikalar qilib ko'rganman. Ko'proq o'quvchilar yig'ishga. Bundan keyin otamiz sport komplekslari bo'lardi, o'sha ofislari bo'lardi. Ofisda bir xonasini o'zim uchun как учебный центр qilib yaratganman. Canva degan platforma bor, bilasiz. O'zim uchun logotip tuzganman. Posterlar yaratganman. Bu qilib hammasini o'zim uchun tayyorlab, undan keyin oldimizda maktab bo'lardi. Maktabga flyer tarqatardim. Turib, o'sha flyerdan kelishardi odamlar. 10-15 o'quvchilar kelganimdan keyin eski ustozim bilan aloqalarni tiklaganman. Chunki ustozimni menga yordami juda katta bo'lgan. Vaqtida IELTS ketayotgan paytim ko'proq suhbat qilardik bu inson bilan. Shaxsiyat jihatdan bizani ko'proq o'stirganlar. Ko'proq ishlash kerak, harakat qilish kerak degan tushunchalarni biz ko'p olganmiz. Work ethic deb aytadiku, ya'ni o'sha ishlash, to'xtovsiz ishlashni shukuhini olganmiz u insondan. O'sha inson bilan aloqaga chiqib, nima deydi, uchebniy sentrdan ishladik, My School'da. Yaxshi tajriba bo'lmadi My School'da. Nimaga? Endi birovni qo'lida ishlash yoqmadimi? Yo'q, endi baribir oddagi sistemani o'zgartirishimizga yoki qanaqadir hissamni qo'shishga imkoniyatimiz yo'qligi menga ko'proq bosim berardi. Chunki ma'lum bir narsada o'zgarish kerak deb bilardim. Endi erkinlik bo'lmagan. Erkinlik endi faqat meni mas'uliyatimda emas edi u narsa. Mas'uliyat so'raganman, berilmagan. Endi bu ham bir yaxshiligi deb bilaman, chunki agar o'tda qolib ketganimda balkim boshqacha bo'lardi. Alloh xalam. Xo'p, shunaqa. Endi xullas My School'dan keyin bitta tashkilotda ishladim. Nomini aytmayman to'g'risi. Volonterskiy ish bo'ldi. 1 yil davomida pashti volontyorlik qildim. Faqat tekinga ishladingiz. Pashti tekinga, faqat sarxarajat bo'ldi. Pashti emas, polni tekinga ishladim. Qanaqadir natija bo'ldi. Ambitsiyalar bor edi. Biz ishongan odamlar ishlar edi u yerda. Ambitsiyalar bor edi. Davlat tashkiloti bo'lganmi? Davlat tashkiloti. Loyihasidan misol har oyi ma'lum bir darajada maosh qazib beramiz deb aytishganida, xullas har xil holatlar bo'ldi. Endi o'sish uchun harakat qilamiz deb biz ishongan insonlar bor deb harakat qildik. Lekin qarasak, yo'q, hammasi aldov, hammasi lag'mon deysizmi, shu qanaqa deb aytsak, shunaqa. Endi qizig'i u tashkilotdagilar o'zi o'sha paytda men ko'pini ko'rganman. Mendagi bolalar juda ko'p bo'lardi. Mendagi bolalar ko'p bo'lardi. Prosta oxirrog'ida menda savol paydo bo'lardi. Bu bolalarning hammasini bunaqa volonterskiy ishlatib, va'dalar berib, misol uchun, lekin maosh to'lanmagandan keyin, maosh to'lanmagan, bu maosh qayerga ketadi degan savollar kelib chiqardi. Bilmadim, shu har xil fikrlar kelib chiqardi. Shunga qarasak, to'g'rilik bo'lmagan joyda o'sish bo'lmaydi deb bilaman. Shuning uchun o'tni tark etishga majbur. Bu tashkilotda hozir ham shunaqa vaziyatmi?
Xabaringiz bormi? Yaqinda eshitdim, haliyam shu ekan. Haliyam shu. Haliyam shu. Endi nima deydi, unaqa holatlar oddiy kompaniyalarda ham bo'ladi. Menimcha yaxshilanib ketgandir, lekin umid qilamanki yaxshilangan. Qaysi tashkilot ekanligini ayta olasizmi, ayta olmaysizmi? Uchini chiqara olasizmi? Endi misol undan menimcha foyda bo'lmasa kerak. Kritika bo'lib qoladi. Balkim gapim noto'g'ridir, lekin men his qilgan, men bilgan, men tushunib yetgan narsalardir bu. Tushunarli. Mana Angliyadan qaytib kelgansiz. Qo'lingizda bakalavr diplom bo'lgan. Nimaga bironta bir davlat ishiga kirmagansiz? Vazirlikami yo boshqa joyga? Ishlab ko'rdim vazirlikda ham. Ma'lum bir haftami, adashmasam ishlab ko'rdim. U-ku? Qayerda? Qaysi vazirlikda? Innovatsion vazirligida ishladim. Innovatsion vazirligida ishladim. Yaxshi sharoitlar, yaxshi binolar yangi edi, misol uchun. Taklif qilingan maosh ham yaxshi edi, misol. Nima deydi, imkoniyatlar ham bor edi o'sish uchun. Har tomonlama, lekin ma'lum masalalar to'g'ri kelmaganligi uchun majbur bo'lganmiz chiqib ketishga. Majbur bo'lganmiz. Bu narsa ko'proq erkinlikka taqaladi. Erkinlikka. Erkinlik bo'lmagan joyda menimcha xodim ko'proq siqilib qolsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa. O'sha sabab teachingga yana qaytganmiz. Teachingdan keyin eng oxirgi harakat qilgan narsam shu bardak choyi ochish bo'lgan. Zo'r. Ozgina qo'rquvlar haqida gaplashsak. Hammamizda qanaqadir ma'lum bir darajada qo'rquvlar bo'ladi-da. Sizda qanaqa qo'rquvlar bo'lgan? Shu bardak chayni ochayotganingizda, uchebni sentrni tashkillashtirib, bolalarni o'qitayotganingizda qanaqa qo'rquvlar bo'lgan? Hozir qanaqa qo'rquvlar bor? Xo'p, boshida to'g'risi qo'rquv bo'lmagan. Umuman bo'lgan. Men endi anaqa narsada hozir 3 yil oldingi holat bu. 3 yil oldingi holatdagi agar yetarlicha qo'rquv bo'lganda, bu meni esimda qolardi birinchi o'rinda. Lekin esimda qoladigan darajada qo'rquv bo'lmagan. Chunki bardak choyi ochganga qadar 3 tami 4 ta proyekti bo'lgan, hammasi fail bo'lgan. Ya'ni o'xshamagan u narsa. O'sha bittasi o'sha tashkilotdagi ketgan umrim misol. Undan keyin boshqa yana kattaroq uchebni sentrlar bitgancha ochmoqchi bo'lganmiz. My School'da 10 ta filial bo'lardi. Biz 11-filialni franshiza qilib ochmoqchi bo'lganimizda, aynan hamma narsa tayyorligida hammasi tugagan. Nima sababdan? Endi u yerda liderga taqalgan. Men yoshim jihatdan, tajribam jihatdan u yerda 2-darajali insondim, birinchi emas. Shu 1-darajali insonda ko'proq politikasi, ko'rsatgan yo'li menimcha noto'g'ri bo'lganini bilaman. Endi avvalambor nasiba. O'sha faillar qanaqa ta'sir qilgan sizga? U aynan o'sha fail menga juda kuchli ta'sir qilgan, chunki men qilgan inson u juda ham menga yaqin inson bo'lgan. U inson bilan biz yaxshi yomonga ham borib qolganmiz, lekin men tomonidan hurmatsizlik bo'lmagan deb bilaman, chunki men u insonni juda qadrlaganman. Londondan kelishimdan oldin ham Toshkentga kelganimda bu inson bilan birga bo'laman degan shijoatlarim bo'lar edi. Bu keyingi ishlaringizga qanaqa ta'sir qilgan? Ta'sir qilgani shuki, yaxshilikka ta'sir qilgan ko'proq. Chunki bardak choyi faqat o'zim ochyapman. Hech kim menga qanaqadir bir stress yoki bir bosim o'tkaza olmaydi. Ya'ni o'zim bilganimni o'zim bilganimcha qilaman degan ambitsiya bilan boshlaganman. Va o'sha 3-4 ta failure, ya'ni o'xshamagan ishlar, misol uchun qisman ko'proq menga duh bergan, chunki shunchasi o'xshamadi. O'xshamasa ham bittasi o'xshamaydi. Shu degan shunchalar bo'lgan. Tushunarli. Va bu tadbirkorlik qilib fail bo'lgan insonlarga qanaqa maslahat berasiz? Endi ko'pchilikni duhi sinib qoladi. Ko'pchilikga bu boshqacha ta'sir qiladi, ya'ni ko'proq kuch beradi, yaxshiroq anaqalar qiladi. Misol uchun, sizning vaziyatingizda fail bo'lib, keyingi ishini boshlashga qo'rqayotganligiga nima tavsiya berasiz? O'zicha
har bir odam ham o'zi tadbirkor bo'lib ketish kerak emas ekanda. Tadbirkor odam o'zini sifatlari bo'lar ekanda. Misol uchun liderlik sifati bo'lishi kerak, menejmentni yaxshi tushunish kerak, hisob-kitobni yaxshi tushunish kerak, marketingni ham yaxshi tushunish kerakda. Endi u narsalarni o'rgansa bo'ladi-ku. Yo'q, o'rgansa bo'ladi, lekin uni tabiiy his qilib, uni praktikada ko'rsatish bu qiyinroq deb bilaman, to'g'risi. Mana yaqinda bitta kafe egasini oldiga bordik. Meni tanishimni tanishi. Borganimda kafe ochibdilar, misol uchun. Nima qilayotganlarini o'zlari bilmaydi deb ko'rindi menga, misol uchun. Qaysi ma'noda? Ya'ni qaysi ma'noda shuki, misol kafe yurg'izish, katta proyekt olganlar bo'yinlariga. Kafe yurg'izishda na bir tajriba bor, na bir tushuncha bor. Suhbatlashdik, misol uchun. Nima yo'qda, yetarlicha bilim ili tajriba ham yo'qda. Sizda ham bo'lmagan-ku. Menda bo'lganda, siz Londondagi tajriba ishlaganman. Ozmuncha bo'lsa ham bo'lish kerak ekan. Chunki men esimda o'sha hind restoranida ishlaganman. Hind restoranidagi ishlagan paytim menga juda katta saboqlar bergan, chunki o'tdagi boshliq, owner bilan aloqalarim yaxshi bo'lardi. Uni har bitta qilgan holatini o'zimcha analiz qilardim. Bu nimaga bunaqa qildi deb. Menimcha-chi, mana shu yerda bitta fikr aytaman. Tadbirkorlikni asosiy anaqasi xislati deymizmi, analitik bo'ladi. Ko'p tadbirkorlar analitik bo'ladi-da. Men shu sezaman. Misol uchun o'zini hali biznesi bo'lmasa ham boshqa bizneslarni, boshqa biznes ownerlarni analiz qilib yuradi. Har bitta qadamini. Shunaqa, shu taraf bor haqiqatda. Analiz qilish bu juda katta plus. Haqiqatda vaziyatni ko'proq yoritsangiz bo'ladi, tushunsangiz bo'ladi albatta. Xo'p, o'sha endi o'sha kafe egasidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu yoqda yetarli emas deb bilaman. U odam boshqa narsani odamida, misol. Chunki baribir hamma har xil yaratilgan, hammaning har xil o'zining qobiliyati bor-da. U qobiliyati u odamni boshqa yerda, misol uchun. Endi qarang, shu odam shu yo'nalishga kirib qolgan, rasvod qilgan, ochib qo'ygan. Endi nima qilsin? Dars yurg'izish uchun yopib yuborish kerak. Endi menimcha ko'proq yon ustida tajribali inson bo'lish kerak, podдержка qiladigan. Ustoz topish kerak, yo'naltirish kerak. O'zi qaysi odam o'sadi, qaysiki maslahat berilganda eshitib, uni analiz qilib qabul qiladigan odam o'sadi-da va unga amal qiladigan. Shunaqa. Endi u vaziyatdan kelib chiqib, bu ham to'g'ri keladimi yo'q maslahati, uni ham anglay olish kerak. Mana misol uchun podkastlarni ko'ramiz, ko'pini misol ustozlarni podkastini ko'ramiz, lekin har doim ham ular aytayotgan gap bizning hayotimizga to'g'ri kelavermaydi-da. Uni punktlari bor, o'zini, ya'ni holatlari bor. Misol uchun tavakkal qilib biznes ochish kerak deb aytishadi-ku, lekin qaysi holatda ochish kerak degan savol bo'ladi-da, misol. Qaysi holatda ochish kerak? Kim bilan ochish kerak degan. Sherikchilikda baraka bor deb aytishadi, misol uchun. Boshqa holatlar bor. Buni ko'proq menimcha detalliroq yoritish kerak deb bilaman. Endi u podkastni yoritadigan bo'lsangiz agar, misol 3-5 soatlik podkast bo'lib ketsa kerak, seanslar bilan. Qarang, shu joyni qisqacha, misol uchun yaxshi zikr qilib o'tdingiz, shu joyni qisqacha bir shu joyga qisqacha ta'rif bersak. Ya'ni qaysi holatda o'zi biznes ochish kerak va sherikchilik masalasida. Xo'p, sherikchilik menimcha hech qachon qanaqadir bir nima deydi, do'stlikdan kelib chiqib sherikchilikni tanlab bo'lmaydi. Ya'ni qaysidir relationship borligi sabab tanlab bo'lmaydi sherikchilikni. Sherikchilikni o'zini, misol sherikni o'zini kriteriyalar bo'lishi kerak. U hammada har xil, misol uchun. Meni o'zim kriteriyalarim bor, misol uchun. Nimaga qarab qo'yasiz u kriteriyalarni? Men ko'proq sovuqqonlikni tanlayman. Sovuqqon sherikchilik, chunki men o'zim qisman ozmuncharoq emotsional insonman deb bilaman. Misol uchun o'zimni menga misol uchun shunaqa sherik kerakki, meni minuslarimni to'ldirib turadigan sherik bo'lish kerak. Agar siz o'zingizni minuslaringizni biladigan bo'lsangiz, o'sha minuslaringiz misol uchun boshqa sizni sherigingizda plyus bo'lib turadigan bo'lsa agar, bu balans bo'ladi. Endi qarang, mana MySchoolni ochayotganda sherigingiz bilan отношенияларingiz uzilib ketgan, ya'ni yomon bo'lgan, juda yomon holat. Lekin hozir yana Sergeli filialni sherik bilan ochdik dedingiz. Shunaqa. Endi bu holatda qanaqa kelishuv qildingiz sherigingiz bilan? Endi hozirgi kelishuvni ochiqlolmayman to'g'risi, lekin nimaga aynan bu insonni tanladingiz deydigan bo'lsangiz, o'sha potensialdan kelib chiqib, o'sha mendagi bor deylik, men o'zim ochiqcha aytadigan bo'lsam, hisob-kitobni juda yomon ko'raman to'g'risi. Qilaman, chunki majburligim uchun.
shunaqa. O'zim hisob kitobni sal yomon ko'raman. Mhm. O'sha sabab nima deydi, lekin bu hisob kitob o'zi aslida mas'uliyatini berishsa ham qabul qilaman, chunki bu narsa menda ko'proq shakllanishi kerak, ustimda ishlashim kerak, ko'proq majbur bo'lishim kerak deb o'ylayman. Mani hozirgi paytdagi Sergey filmidagi sherikim hisob kitob jihatdan ancha yaxshi mendan. Misol uchun bitta shuni misol qilib aytishim mumkin va yana qolgan faktorlar bor. Zo'r. Shuhrat aka, podkastimiz oxiriga ham deyarli yetib keldik. Bu yerda siz tanigan insonlardan kelgan savollar bor. Bu savollarni o'qiyman. Siz iloji boricha qisqa va lo'nda javob berishga harakat qilishingiz kerak. Xo'p, birinchi savol. Biznes hayotingizdagi eng og'ir holat qaysi bo'lgan? Deyarli sizni quit qilishga ozgina qolgan holatni gapirib bering. Bu eng qadrli bo'lgan filialim yopilib ketishiga juda oz qolgan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra uni hozir yoritib o'tishga vaqt ko'p ketib qoladi. O'sha holat to'g'risi meni quit qilishimga majbur qilgan qisman, lekin quit qilmaganmiz. Keyin yana bitta holat bo'lganki, odamlarning hammasini rozi qila olmaganim menga ko'proq stress bergan bu narsa. Chunki kun davomida misol uchun 300 ta mehmon bilan ishlasak, 300 tasidan 2 tasi norozi bo'lib ketgan. Kunning oxirida bo'lganda bo'laman. Kunning oxirigacha yaxshi ko'ramiz, hammasi zo'r. Ikkita mehmon juda katta stress berib, juda katta complainlar qilib ketishgan, ya'ni noroziliklarni bildirib ketishgan. O'sha holat meni misol uchun hamma qilgan mehnatimni prosta minusga ketib qolgandek bo'lgan. O'sha holat menga ko'p stress bergan. Bu holatdan qanaqa qilib qaytgansiz? Bu holatdan yana qanaqa qaytish, misol ustozlar bilan gaplashish, shu holat bo'ldi, nima qilinadi, qanaqa qilinadi deb xullas tajriba olganmiz. Zo'r. Ikkinchi savol, erishayotgan yutuqlaringiz bilan bir vaqtda nimani qurbon qilyapsiz? Shaxsiy hayotimni, biznes egalari menimcha ko'proq muammolari shunda bo'lsa kerak, shaxsiy hayot bilan ishdagi hayotni balansini olib borisha olmaganligi menimcha. Bu narsani to'g'irlashga harakat qilyapsizmi? Qanday to'g'irlayapsiz? Hozirgi paytda menimcha to'g'irlolmayman deb bilaman. Chunki hozir 3 ta filial ochishim kerak. Undan keyin ham nima bo'ladi, nima bo'lmaydi. To'g'risi qiziq, lekin baribir maqsadim bor uni to'g'irlashga. To'g'irlamasam bo'lmaydi, albatta shaxsiy hayot muhim hammasidan. Biznesni yangi boshlaganingizda vaziyatingizdan uyalgan holatlaringiz bo'lganmi? Ha, juda qiziq vaziyat bo'lganda, bu bardak choy kichkina kafechani ochganimizda, bu taburetkalar bilan o'zi aslida ochilgan. Juda kichkina investitsiya bilan o'zini o'ziga qilib kengayirganda bu loyiha. O'shanda men qarindoshlarim kulishgan edi ustimdan, to'g'risi. Sal kulish bo'lgan. Choy ochib olibdi, choy qaynatib berayotgan ekan hammaga. O'zim ishlaganman-da boshida xodim bo'lmaganligi uchun. Choy qilish bo'yicha xodimlarim orasida eng yaxshi qiladigan o'zimman hali ham. Kulishgan, choy qaynatayotgan ekan. Chunki qarindoshlarim orasida juda yaxshi hayotda yashayotganlar ko'p. Shunaqa finansiy jihatdan o'shalarning oldida sal to'g'risi uyalish bo'lmagan, lekin ular ko'p kulishgan. Hozirgi vaziyatda qanaqa ularni отношенияsi? Ular ko'proq mendan yordam so'rashadi hozir. Ha, yo'q. Ha, shu. Zo'r. Keyingi savol. Hozirgacha sizni qiynab kelayotgan qo'rquv bormi? Xo'p, hozirgi paytda shu shaxsiy hayotim yo'qolib ketayotganligi va sog'liq jihatdan o'zimga yaxshi e'tibor bera olmayotganim bu mening qisman kichik qo'rquvim. Lekin undan oldin esa qo'rquv bo'lardi. Haligi bu narsalar hammasi yo'q bo'lib ketsa nima bo'ladi degan. Bu juda ko'p tadbirkorlarda menimcha bo'lsa kerak. Undan keyin nima qilaman degan biplan bo'ladi-yu. Mana shu narsa bo'lardi. Lekin umidsizlik hammasi menimcha o'sha shaytondan deb aytishadi. Bu narsada o'shanga xohlasa kelajakda harakat qilamiz deb bu qo'rquvlardan nima qilganmiz, qochganmiz. Zo'r. Qanday yolg'onlarga ishongansiz birinchi boshlaganingizda? Menga eng yoqqan savol bo'ldi. Birinchi boshlaganimda o'xshatolmaysan degan narsa ko'p bo'lgan. O'xshatolmaysan, o'xshamaydi, nimaga ochding, nimaga bu aynan shuncha
bakalavrda misol Londonda o'qib kelding, Londonda misol Royhamptonda anaqasi bor, diplomasi bor, sanda uncha tajribang bor. Misol tajribang shuncha bo'lib turib, o'qimagan inson qiladigan ish qilyapsan degan narsa haligacha bo'lib turadi-da borib. Shu narsa menimcha eng katta yolg'on deb bilaman. Keyin servis ko'proq qiynaydi, ko'proq vaqting ketadi, ko'proq stress qilasan deb aytishardi. Haqiqatda qismat bo'ldi-yu, lekin bu abadiy emas ekan. Moslashar ekan odam. Oxirgisi bu yerda ingliz tilida kelgan. Birinchi ingliz tilidagisini o'qiyman, keyin o'zbekchaga tarjima qilaman. Bu gapni siz aytgan ekansiz. I'm thankful that I don't have back road to the UK and this is what made me successful in business because I knew I must do it. O'zbekchasi, men UK ga qaytib ketish uchun boshqa imkonim yo'qligidan minnatdorman. Aynan shu meni biznesda muvaffaqiyatga olib keldi, chunki men bunga majbur ekanimni bilardim. Endi muvaffaqiyat deganda endi misol hali unaqa katta muvaffaqiyatimiz yo'q, yana bir marta aytaman. No, baribir 70 ta xodimni ish bilan ta'minlab, ularni oyligini berish qisman narsa emas. Qisman natija bo'lishi mumkin. Hop, endi bu narsani hali ham bu gapni aytib o'taman. Londonda hali ham tanishlarimiz ko'p, ularga aytaman. O'zbekistonga qaytib kelyapsizlarmi? Hamma boshqa B, C, D hamma planlarni, variantlarni yopib kelinglar. O'shandagina bu yerda O'zbekistonda boshida moslashish uchun, misol yaxshi ish topib olish uchun, yo qanaqadir bir tajriba qilish uchun vaqt ketadi. U qiyinchilik periodi bo'ladi. U qiyinchilik periodidan o'tib olganingizdan keyin o'zingiz yo'nalishingizni topib olganingizdan keyin qisman yengillashadi deb aytaman. Bitta tanishimiz bor, siz taniysiz, hozir Amerikaga ketib bordi, Amerikada yashayaptilar. U yoq ham keldilar, O'zbekistonga qaytdim deb. Lekin Amerika vizasi bor edi u odamda. Endi ish topolmay, salgina qiynalayotganda, deb Amerikaga yetib ketib qoldi. Yo'q, kim ekan? Ya, podkastdan keyin aytamiz. Shunday ketib qoldi. Endi bu narsa misol uchun men aytgandim bu inson, yo'q. Kelasizmi? Misol uchun hammasini yopib kelib yashaydi. O'shandagina zo'r bo'ladi misol uchun. Chunki kelayotgan aksariyat bolalarni ko'ryapman-da. Misol Londondagi hayotidan ancha yaxshida hozirgi hayot. Chunki potensial bor o'sha insonda, tajriba qildi, misol uchun o'rgandi. Misol eng traditsion yo'lda nima deydi, nomini aytganda, uni diplomasi bor. Maktabida, misol diplom bor deydi. Shunisi. Shunaqa. Zo'r, savollar tugadi. Endi an'analarga keladigan bo'lsak, sizni fikrlashingizni o'zgartirgan kitob bormi? Xo'p, va u kitobni kimlarga tavsiya qilasiz, agar bo'lsa? Savdogarlar ustozi degan kitob, yozgan odamning ismlari esimlashib qoldi. Bu Muborak. Abdulloh ibn Muborak, biz mazhabboshimiz shogirdlari hayot haqida. Bu tadbirkorchilik o'zi qanaqa bo'ladi, qachon o'sish bo'ladi degan savollarga men juda katta javob olganman bu kitobdan. Men haligacha qaytib o'qishni xohlayman, o'zimga eslatma bo'lishi uchun. Bu kitobni kimlarga o'qishni maslahat bergan bo'lasiz? Tadbirkorlarga yoki bir qaysi darajadagi tadbirkorlarga? Boshlanishidagilarga. Chunki u kitobda misol uchun aytadiki, tadbirkorlikni misol uchun dinga aloqador ko'p nimalar bor, ruhiyatga aloqador. Nima deydi, tadbirkorlikni misol din jihatdan o'rganib boshlamagan odamni, misol uchun tadbirkorchiligini bu misol ko'rkorona boshlashlik bilamiz deb aytilgan joylar bor. Shunaqa. Zo'r. Xo'p, bizda an'ana bo'lib qolishini istagan bitta narsam bor. Bu eng yaxshi kommentariy egasiga maslahat olish uchun mehmonimiz bilan ko'rishish imkoniyati. Endi birinchi sonda mehmonimiz siz. Eng yaxshi kommentariy egasiga maslahat olish uchun coffee time deymizmi, ujum organizatsiya qilamizmi, o'sha narsani imkoni bor. Barvaqt choy kelishsa bo'ladi. Zo'r. Imkoni bor. Imkoni bor, xudo xolasa. Hozirgi paytda juda ham bandmiz, lekin vaqt topamiz. Podkast uchun vaqt topdik. Bo'ldi, zo'r. Bo'lsa, suhbatimiz shu bilan yakunlanadi. Xudo xolasa keyingi suhbatlarda sizni mezbon sifatida ko'ramiz. Xudo xolasa, ko'p ko'rishadi va boshqa mehmonlarimiz taklif qilamiz. Shunaqa.
Aziz do'stlar, podkastni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va bu videoga agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu videoga like bosing va manfaatli bo'lgan bo'lsa, yana do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Sizlarni kutib qolamiz. Rahmat.